haqiqiy winnerlarimizdan biri Valijon Temirov. Men faqat voz kechishim kerak yagona narsa bu futbol bilan. IELTS bor degan narsa bir odamga boshqacha bir g'urur, hissiyot beradi. O'zi nima uchun IELTS? Instagram insonda hayotga bo'lgan qiziqishni o'ldiradi ham. Men True False'ni maza qilib ishlayman. Tartib insonga rioya qilgan bolang kelajagi buyuk bo'ladi deb aytib ketdingiz. IELTS qanaqadir self confidence beradi. Yoqmayotgan joyda qochishga harakat qiladi. Comprehension eng kerakli narsa. Fokusni ushlolmay qolsa nima bo'ladi? Podkastlar ham juda katta foyda berdi. 9 bu mukammal. Eng katta o'rin inson bo'ladi. Aynan qiynagan qismi demak qaysi bo'ladi? Google'da ma'lumot izlash ancha oson bo'ladi. Winners Academy. Everyone can be a winner. Demak, endi mana shu podkastni ko'rib, izohlarda o'zingizni fikringizni bering va eng yaxshi izoh yozgan, mana shu videoni ko'rib, mana shu videodan o'zini insightlarini, ya'ni podkastimiz nomi Winners Insight va eng yaxshi insight olgan laringizni yozing va olgan kimni bizga bo'lgan yozgan insightlari bizga ma'qul bo'lsa, eng yaxshi insight yozgan 3 kishiga biz o'zimizni boya podkastda Valijon tavsiya qilgan diqqat kitobini sovg'a qilamiz. O'zingizni mana shu podkastdan olgan kerakli, foydali ma'lumotlarni insight sifatida kommentlarda yozib qo'ying. Assalomu alaykum qadrli Winners Academy o'quv markazimiz o'quvchilari, YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan Winners Insight podkastimizning navbatdagi 3-soni bilan ko'rishib turibmiz. Bugungi mehmonlarimiz Winners Academy'ning tajribali o'qituvchilaridan biri, Navoiy davlat stipendiyasi sovrindori Maftuna Safarmurodova va uning o'quvchisi, IELTS 7 sohibi, haqiqiy winnerlarimizdan biri Valijon Temirov. Bugungi podkastimizdan asosiy maqsad ilk bora biz o'quvchilarning natijasini olgan, 7 olgan natijasini razbor tarzda, ya'ni plyuslari, minuslari, kamchiliklari hammasi ochiq oydin tarzda gaplashamiz. Nima uchun 7 oldi, nima uchun 7,5 yoki 8 ola olmadi? Mana shu savollarga javob berib ketamiz. Demak, Valijon, men ham Maftuna opangni ham seni anchadan beri taniymiz. Faqat endi o'quv markazimiz o'quvchilari uchun, bizni kuzatayotganlar uchun o'zingni qisqacha tanishtirib o'tishing. Men Temirov Valijon, Termizda tug'ilib, Termizda katta bo'lganman va 8-sinfligimda Winners Academy'da 0 dan grammatikani o'qishni boshlaganman. Valijon, ingliz tiliga qiziqishingiz nimadan boshlangan? Qiziqishim, men 8-sinfligimda karyeram haqida xulosaga kelganman. Bilaman, juda yosh vaqt bo'lishi mumkin ba'zi bolalar uchun, ammo men 8-sinfimda shu qarorga kelganman va bu karyeramda eng katta rolni ingliz tili o'ynaganim uchun eng birinchi ingliz tilini boshlab olishni maqsad qilganman. Shu bitta narsa aytib o'tay, 8-sinfda karyera haqida o'ylash jarayoni qanday bo'lgan? Ya'ni bunga ota-ona sababchi bo'lganmi yoki o'zing nimadir ko'rib sababchi bo'lganmisan? Nima uchun aytyapman? Darajada xuddi hattoki menda ham, misol uchun, karyera haqida o'ylash, kollejda o'qib yurgan davrlarimda, anchadan beri nimadirlar o'rganib yurgan davrlarimda ham qiyin bo'lganda, lekin 8-sinf bo'lib turib karyerani aniqlab olishtirish jarayoni qanday bo'lgan? Boshida menga nima deydi, ko'cha bolalari hech narsa yoqmagan. Shu sababli menimcha asosiy sabab shu va ikkinchisi Imom Gazi. Chunki u juda yosh, 14 yoshida boshlagan karyerasini va onasiga eng asosiy maqsad onasini baxtli qilish edi. Va men ham o'sha Imom Gazini idol sifatida olib, shunga qarab ertaroq boshlashni niyat qilganman. Yaxshi. Xo'p, endi imtihonga qaytamiz. Mana IELTS imtihonida savollar darajasi haqida birinchi boshlasak. Xo'p, qanaqa bo'ldi? Misol uchun oldin tayyorlanib yurgan, darslarda yurgan formatdagi yoki o'shanda tayyorlanish jarayonida ko'ringan savollar tushdimi yoki savollar butkul yangi bo'lib, yangi formatda bo'ldimi? Qanaqa bo'ldi o'sha expectation qanaqa edi-yu va u qanaqa bo'ldi? Ya'ni kutilma qanaqa edi, tayyorgarlik qanaqa edi va imtihonda qanaqa bo'ldi? Expectation bilan bir xil bo'ldi imtihonda, lekin imtihonda har doimgidek IELTSda juda kam foizi o'rgangan narsalarimiz tushishi. Shuning uchun juda yangi narsalar tushdi. Men kutganday darajada qiyinchilikda bo'ldi. Demak, format bir xil, savollar yangi. Savollar yangi. Yaxshi. Xo'p, endi mana o'quv markazimizda intizomni roli katta. Mana Winners Academy'da o'zimiz Maftuna ham biladi, hamma biladi, Winners vitaminlari deymiz. Mana shunda biz deganda bu intizom asosiy narsa. Endi shu yerda o'quvchilarga ham, winnerlarga ham aytib o'tish kerak. Mana shu natijaga yetganda, IELTS 7 bu ajoyib natija. Va mana shu natijaga erishganda intizomning o'rni qanday bo'ldi? Menimcha eng katta o'rinni intizom egallaydi, chunki bir kunda biz ba'zida 4 soat, 5 soat yo 6 soatlab dars qilishimizga to'g'ri kelardi va intizomsiz bu juda qiyin masala. Chunki ba'zida men
To'xtab qolardim, nima qilishni bilmay, lekin intizom sababli o'sha darslarni qilib, majbur bo'lib, o'zimni majburlab darslar qilganman. Biz yaqinda intizom haqida seminar o'tkazgandik. Xudo xolasa bu video chiqqungacha uni seminar videosi ham chiqqan bo'ladi. Albatta ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zi Valjon, mana men o'zi bilaman, maktab o'quvchisi sifatida birinchi marta 8-sinfda noldan boshlab turib, nollik gruppamga kelgan vaqtingda grammatikada shu paytda aytgandim, maqsad nima deb. Maqsad IELTSdan katta balo olish deganding. Xudoga shukr, mana shu natijalarga erishding. O'zi nima uchun IELTS? Aynan sifr emas, chunki bilasan, sifr ham o'tadi. Ham o'z maktab o'quvchilari ko'proq sifr o'qiydi, sertifikat. IELTS eng birinchi kerakli narsa men chet elga ketish maqsadim bo'lgan. Chunki chet elda men qo'yadigan karyeradagi ishlarimga juda katta imkoniyatlar borligi sababli aynan IELTS tanlaganman. Keyin IELTS qandaydir self confidence beradi. Shuning uchun IELTS tanlaganman birinchi. Demak, IELTS bor degan narsa bir odamga boshqacha bir g'urur, hissiyot beradi. Shu uchun tanlangan. Yaxshi. Endi mana hozir intizom haqida yana aytib o'tdik. Va o'sha intizomdagi eng muhim narsalardan biri bu vaqtni rejalashtirishda. Misol uchun maktab o'quvchisi, obedgacha maktab, masalan boshqa oila ishlari va hokazolar bo'ladi. Mana shunaqa ishlar bilan, mana shunaqa muammolar bilan vaqtni rejalashtirish qanaqa bo'ldi? Ya'ni o'zingni vaqtingni dars uchun, yetti uchun qanaqa darajada rejalashtirding? Vaqtni rejalashtirish boshida sal qiyin bo'ldi, keyin moslashib ketdim. Chunki men kunida eng kamida 4 soat dars qilishim kerak edi va juda ko'p izlanishlardan keyin Maftun opam maslahatlaridan keyin vaqtni rejalashtirdim. 2 soat obed vaqti maktabdan keyin repetirgacha va 2 soat va 2 soatdan ko'p kechqurun tayyorlanadigan bo'ldim. Yaxshi. Endi mana shu qurbonliklar haqida gaplashaylik. Bu ham intizom davomi. Nimalarni qurbon qilishga to'g'ri keldi? Masalan, ko'pchilik deylik o'yinni kamaytiradi, telefonni kamaytiradi, ijtimoiy tarmoqlar kam bo'ladi. Senda aynan nimalar qurbon qilindi? Menda bu narsalarga muntazam chunki men yoshligimdan shunaqa oilada katta bo'lganman. Bizda o'yinlar, bunday kompyuter o'yin geyimlar bo'lmagan. Men faqat voz kechishim kerak yagona narsa bu futbol bo'lgan. Chunki yoshligimda juda ko'p futbol ashaddiy muxlisi bo'lganman. Ko'p televizor ko'rardim futbolda va iloji bo'lsa 3-4 soatlab ko'chada futbol o'ynaganman. Shuning uchun eng katta kechgan narsam futbol bo'lgan. Xo'p, demak, qisqacha tanishuvdan keyingi asosiy yana mavzumizga qaytadigan bo'lsak, Valjon, bitta savolda senga. Qancha vaqt ketdim? Hamma nima deydi? Hit savol desammikin buni. Hamma so'raydi, ingliz tilini qancha vaqtda o'rgandingiz? IELTS necha oyda oldingiz? Grammatikani qancha vaqtda tugatdingiz deydi. Aynan o'quvchilar bilaman, ya'ni kuzatuvchilar aynan shu savol senga bergisi kelyapti-da. Qancha vaqtda ingliz tilini tugatdingiz? Ya'ni deylik grammatikani. Grammatikani 9 oyda tugatdim. Sizni gruppangizda 0dan 1-sentyabrda kelganimda 9 oyda shu mayda oxirlarida pre-IELTS imtihonlari bo'ldi. O'shandan keyin grammatika tugadi. Pre-IELTS 3 oy davom etdi. Har doimgidek pre-IELTSda sal boshida qiyinchiliklar bo'ldi. Moslasha olmay qoldim. Pre-IELTS Ilhom aka gruppalarida edim men. Keyin pre-IELTSdan keyin IELTS gruppa, bu ham sizni grupp qo'lingizda edi. Lekin IELTSda ancha qiyinchilik, boshida juda qiyinchiliklar bo'ldi. Eslayman, juda ham kuchli stressda bo'ldi. Keyin grammatikada aniq eslayman, grammatika o'qish o'rganish jarayonida ham ancha darslarga tayyor bo'lib, deyarli dars qoldirilmasdi, chunki davomat olingan paytida ham aniq-tiniq eslayman. Vali hech qachon yo'q degan tushuncha bo'lmasdi-da. Shunda men gruppada doim aytardim, mana shunday umuman dars qoldirmasdan, tartib-intizomga rioya qilgan bolang kelajagi buyuk bo'ladi deb aytib ketganman. To'g'ri aytibman lekin. To'g'ri aytibman, ko'rdingmi? Xo'p, endi grammatikani o'rgandik, 9 oy bo'ldi. Shu grammatika haqida gaplashadigan bo'lsak, mana shu grammatikada senda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Masalan, ko'pchilik strukturalarda qo'llayotganda qanaqadir xatolar qiladi, kimdir lug'at yodlashda qiynaladi, kimdir gapirishda qiynaladi. Aynan senda nima qiyinchilik bo'ldi? Zamonlarda chalg'ib ketib bo'ldi. Chunki biz aniq zamonlardan passive voice-ga o'tgan paytimiz, men o'sha paytda bir chalg'ib ketdim va o'shandan keyin bir oylar juda qiyin bo'ldi moslashib olish. Shundan keyin passive voice-ga moslashganimdan keyin qolgan hammasi yengil o'tdi. Endi mana shu yerda qanday moslashding? Ya'ni o'sha moslashish uchun, o'sha qiyinchilikni yengish uchun nima qilding? Assistent o'qituvchilar bilan ishladim. Support teacherlar bilan. Support teacherlar bilan yordam beraman dedi. Men kelib 1 soat, 1,5 soatlab birga ishlab, qo'limizdan kelgancha qildik va moslashib ketdik. Zo'r. Endi yana bitta qiziqarli savolda, nima uchun, masalan, nima deb o'ylaysan, IELTS gacha bo'lgan, misol uchun fundamentgacha deylik, IELTS gacha bo'lganda General English, ya'ni fundament o'rni qanchalik senga yordam berdi? Ko'pchilik mana
abituriyent bu umuman menerlar ko'pchilik so'raydi, qanchalik darajada muhim deydi. Ya'ni grammatikani unchalik yaxshi o'rganmasak yoki umuman general Englishni sustroq chiqsa ham IELTSda katta ball olsa bo'ladimi degan ular savol qiynaydi. Menimcha yo'q, chunki comprehensionda asosiy comprehension qiladigan narsa bu general English grammatikalar va agar grammatika juda sust bo'lsa, tushunishimiz juda qiyin bo'ladi-da. Masalan, readingda, writingda, speakingda, hatto listeningda ham tushunish comprehension eng kerakli narsa. Ya'ni bunda обязательно albatta grammatikada ham umuman aytsa general English kuchli bo'lishi kerak, yuqori ball olish uchun. Ko'pchilikdan hozir to'ldirib o'tadigan bo'lsam, shunaqa fikr bo'ladi. Grammatika kerak emas yoki grammatikani muhimlik darajasi uncha muhim emas degan tushuncha bo'ladi-da. Lekin mana shu tajribamizdan kelib chiqqan holatda mana juda ko'p 7 sohibi ham shunaqa fikr bildiryapti. Juda ko'p muvaffaqiyatli o'quvchilarimiz, ya'ni 7+ olgan o'quvchilarimizda hammasida bitta o'qisa, shu grammatika fundament yaxshi bo'lishi kerak. Chunki o'shanda fundament yaxshi bo'lsa, qolgan skilllarga yaxshiroq e'tibor qaratish mumkin bo'ladi. Endi listening haqida gaplashaylik. Listening natijamiz 9. Ya'ni bu eng olsa bo'ladigan eng yuqori maksimum natija. Ya'ni listening 9 olish uchun maksimum 40 ta savoldan 40 tasiga javob berish kerak. Endi asosiy savol shu. Listening 9 ga qanday erishildi? Chunki bu oson emas. Eng mukammallikka erishildi degan listening sectionida shunga qanaqa erishildi? Maftun opam bergan hamma narsa topshiriqlar bajarildi. Chunki Asosiysi eng asosiysi shu va qo'shimcha iloji boricha aktiv listeningni ko'tarishga harakat qildim. O'zim yoqtirgan hamma narsani, podkastlarni nima bo'ladi, ingliz tilida eshitishga harakat qildim. Ayniqsa futbol haqida podkastlar juda ko'p ko'rardim o'zbekcha va shuni iloji boricha inglizchaga ko'chirishga harakat qildim va menimcha shular juda katta foyda berdi. Endi mana shu yerda qo'shimcha qilmoqchiman. Men podkastlar haqida gapirding, yaxshi mavzuni ochding. Men o'tgan safar seminarda ham ba'zi o'quvchilar shunaqa savol berdi. IELTS jarayonlarida ham shunaqa savollar beradi. Maftuniga ham shunaqa savollar bersa bo'ladi. Podkast ustoz podkastlarni eshityapmiz, lekin tushunmayapmiz yoki podkastlar eshityapmiz, menga uncha qiziq emas degan holatlar bo'ladi-da. Mana shu podkastlarda eshitdim dedim. Mana shu podkast eshitayotganda nimaga e'tibor berding va qanaqa podkast eshitding va o'sha podkastni qanday tanlading? Eng birinchi har doim men tanlaydigan narsam bu o'zim qiziqishim. Chunki qiziqmasam uni umuman boshlamayman, boshlasam davom ettirib tugata olmayman. Shuning uchun podkastni eng qiziqqan mavzularimni oldim. Aytib 8-sinfda boshlaganman karyeraga qiziqishda. Eng birinchi karyeraga qiziqarli, nima foyda beradi, o'shani ko'rdim. Birinchi va keyin juda ko'p futbol podkastlarini tomosha qilardim. Shuni inglizchaga o'rganib, hatto ovqatlanayotgan jarayonimda ham telefon yo televizordan podkast ko'rib o'tirardim agar bir o'zim bo'lsam. Ajoyib. Demak, o'sha asosiy qoida bor. Ya'ni agar siz listeningizni kuchaytirish uchun podkast yoki kino eshitib, ko'rib, listeningizni kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, eng asosiy ikkita qoida bor. Birinchisi, u sizga qiziq bo'lishi kerak. Ya'ni agar u zerikarli bo'ladigan bo'lsa, sizga uncha to'g'ri kelmaydi. Ikkinchisi, u o'zingizning levelingiz yoki levelingizdan biroz qiyinroq bo'lishi kerak. Agar o'sha daraja juda oson yoki juda murakkab bo'lib qoladigan bo'lsa, bu qiziqishni ham o'ldirib qo'yadi va uni beradigan podkastlarning beradigan foydasi ancha kamayib ketadi. Endi shu o'rinda IELTS listening 9 degani bu har tomonlama mukammallik deganda, maksimum natija degani. Men doim o'zi bilasan, darslarda ham o'quvchilarga aytaman, mocklarda ham, umuman praktiklarda ham hammasida idealniy chiqqan bir vaziyatda, lekin imtihonda fokusni ushlay olmay qolsa, nima bo'ladi? Juda yomon bo'ladi. Rasvo bo'ladi deganman, to'g'rimi? Senda masalan mana shunaqada, ya'ni fokusni ushlashda qanaqa muammolarga duch kelding yoki qanaqa strategiyalarni maslahat bera olasan? Birinchidan, endi birinchi IELTSim bo'lgani uchun birinchi kirganimda birinchi fokusimni yo'qotib qo'ydim. Ayniqsa part 1da fokusim ketib qoldi. Lekin aynan 1dan 3 gacha bo'lgan bir vaqtda keldi. Shuning uchun iloji boricha 3 bilan 4 oralig'i ancha uzun bo'lgani uchun 1 bilan 3 ni eslashga harakat qildim. Keyin fokusimni oshirish uchun doim men meditatsiya va iloji boricha qilayotgan ishimda social media notificationlarni o'chirib qilishga harakat qilaman, chunki nima deydi, fokusni buzib tashlaydi bu narsalar. Ya'ni diqqat. Yaxshi. Diqqat haqida bitta kitob bor, juda ham hammaga tavsiya qilaman. Juda ham ajoyib kitob. O'qib ko'rishim kerak ekan, juda ko'p og'ir paytlar fokusim yo'qolyapti. Xo'p, endi mana bu IELTSda 4 ta part bor. Oldin section deyilardi, ostida 4 ta part bor va o'sha 4 ta partda eng oson deyiladi. Aslida ham qolgan ikkita partdan ko'ra nisbatan osonroq. Part 1 va part 4. Mana shu ikkita partda eng asosiy skilllar, ya'ni fokus va boshqa narsalardan tashqari spelling.
chunki u yerda asosiy so'zlar aytiladi, o'sha so'zlarni to'g'ri yoza olish kerak. Asosiy skill, kerak bo'lgan asosiy narsa bu spelling. Endi savolim mana shu spellingni yaxshi bajarish uchun, masalan, ko'p o'quvchilarda shunday muammosi bor, o'sha so'zni to'g'ri eshitsa ham shuni yoza olmaydi. Ya'ni ko'rsa, bilsa, shunda spellingni ketib qoladi. Ayniqsa ismlarda yoki davlatlarda yoki umuman so'z spellingda. Mana shu muammoni yengish uchun qanaqa metodlar ishlatding? Shu muammoni yengish O'zi shu muammo bo'ldimi senda? Agar bo'lgan bo'lsa, qanaqa muammo ishlatding? Boshida bo'ldi. Aytganimdek, IELTSda boshida moslashga juda qiynaldim. O'zi avtomatik so'zlarni juda katta yordam tegdi. Chunki menga spelling kitoblari, spelling varaqchalarini berib, shuni yodlasang, shular tushish ehtimoli juda katta dedi. Va undan tashqari spellingda fokus kerak va shuning uchun ayniqsa bunday davlat nomlari yoki ismlar, spelling nomerlarni 2x da eshitishga harakat qildim. Chunki o'sha 2x da eshitsam, tez yozishim ham o'sishini bildim. Ya'ni o'sha vaqtida tarqatilgan tarqatma materiallar foydasi ancha tegan. Tarqatma materialdagi hamma bor narsalar menga tushdi. Chunki biz o'zi asosan darsda aynan spelling uchun alohida listening darslarimiz bor. Listeningda ya'ni alohida spelling darslarimiz bor. Bundan xursandman, foydasi tekkan bo'lsa. Endi shu o'rinda part 1 bilan deylik, part 4 da spelling bo'lsa, asosiysi part 2 bilan part 3 da multiple choice. Menimcha IELTS 9, ya'ni umuman listening 9 chiqishi uchun multiple choice xato qilmaslik kerak-da. Lekin eng og'riqli nuqta ham mana shu multiple choice. Listeningda eng ko'p qiynaydi. Eng ko'p qiynaydi. Ko'p o'quvchilarni 7-8 ga chiqarish uchun listeningdan multiple choice nima deydi? Boltoradi, deydimi, kesib tashlaydi-da, xalaqit qiladi. Senda masalan shu haqida nima deya olasan? Multiple choice menda unchalik muammo bo'lmaydi. Listeningda ayniqsa. Qanday bunaqa muammo bo'lmasligi mumkin? Chunki aniq bilaman, shu IELTS tayyorlanayotgan, listening tayyorlanayotgan bir 90-95% odamda, masalan, hattoki bizda ham ishlatganimizda, o'sha multiple choice'da bir qanaqadir baribir muammochalar yoki nimadir masalalar bo'ladi. Xo'p, o'sha qanaqa qilib senda muammo emas, bu uni qanday erishding bunisiga? Menda umuman muammo bo'lmaydi, chunki men eshitayotgan narsani bittada tushunib, nima deyotganini aniq bittada tushunaman va iloji boricha aytmagan yoki inkor qilgan narsalarni o'chirib taylayveraman. Birdan, demak, eshitish jarayonida noto'g'ri javobni birinchi chiqarib olasan. Chiqarib taylab, eshitganimda birdan belgilab ketaman. Endi shu savolga qo'shimcha qilaman. Masalan, bittada eshitib tushunish uchun ham qanchadir mehnat yotadi uni tagida. Aynan o'sha uchun nima qilgansan? Biz tomoshabinlarimizga aynan shunisi qiziq. Siz aytgandek, siz bizni majburlarsiz har doim yozib kel derdingiz. Multiple choice oldiga yozib kel, hammasini nimaga, qayerdan olding, nimaga olding degan. Shu menimcha shu eng katta yordam tegdi. Ya'ni nima uchun deylik A javob olingan bo'lsa, aynan nima uchun A'ni olding, nimaga B'ni chiqarding, nimaga C'ni chiqarding desam, bular yozib kelishardi oldidan. Bu bunaqa dedi, shu uchun C'ni ola olmaymiz. Bu bunaqa dedi, shu uchun B'ni ola olmaymiz. Bu bunday dedi, shu uchun A'ni oldik deydi. Yaxshi, demak bu ham ancha-muncha foyda tegdi. Demak, hozir tepadagi suhbatlarimizda bu savolga javob berib ketding qisman. Podkastlar, ustozlarning bergan materiallar, spelling. Va undan tashqari mana shu listening 9 olish uchun, deylik, kunlik berilgan darslardan tashqari yana nimalar bilan shug'ullanding? 9 olish uchun. Masalan, 9 olishga foydasi tegdi degan yana qanaqa qo'shimcha materiallar yoki deylik, podkastlarning nomi bo'lishi mumkin, ko'rgan kinolaringni yoki filmlaringning nomi bo'lishi mumkin. Yana qanaqadir yana materiallar bo'lishi mumkin, qo'shimcha adabiyotlar, kitoblar bo'lishi mumkin. Nimalar yordam berdi yana? Men uncha kitob eshitmasdim, kitobni chunki o'qishni yaxshi ko'raman. Menimcha eng katta yordam bergan materiallardan tashqari, o'zimiz ustozlar bergan materiallardan tashqari bu podkast bilan musiqalar. Chunki boshidan menga qanaydir o'zbek va rus musiqalari yoqmasdi, shuning uchun doim ingliz musiqalarini tanlardim. Va podkastlar ham juda katta foyda berdi. Podkastni birinchi tanlash kerak. Boya avval aytib o'tganimizdek, o'zimizga yoqqan podkast bo'lishi kerak. Menga masalan juda ko'p yoqqan podkastlarni doim tanlayman. Juda ko'p odamlar bu podkastni eshitib ko'r, bu podkastni eshitib ko'r deydi. Ko'pincha maslahatlarni olmayman, chunki o'zimga uncha yoqmaydi. Va kinolarda ham shunday o'ziga yoqqan, lekin kinolarda menimcha Harry Potter bilan Kung Fu Panda juda katta rol o'ynagan menda, chunki qayta ko'rganman. Qayta ko'rib, yana ham qiziqish ortib boraveradi. Demak, shunda yana bir narsa qo'shimcha qilib aytmoqchiman. O'zi juda ham ko'pchilik o'quvchilar shuni so'raydi. Masalan, qiziqish albatta birinchi o'rinda bo'lishi kerak-da. O'zi YouTube degani bu bilimlar makoni. Bepul bilimlar makoni. Bemalol YouTubedan yaxshi foydalansa bo'ladi. Agar to'g'ri ma'noda foydalansa, endi faqat o'tirib turkcha yoki doramalar ko'rish emas, to'g'ri foydalansa yaxshi. Ayniqsa listeningda xuddi shunday o'zing qiziqqan narsani
ko'rish bu birinchidan insonga zavq ham beradi. Ikkinchidan, uni o'zi bilmagan holatda listening va speaking tayyorlab oladi. Keyin biz shu narsani qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Darslarda har darsda bittadan video bularga YouTubedan tashlab beramiz. Videoni yaxshilab ko'rib va tushungan narsasini menga 1-2 minut oralig'ida gapirib ham berishadi. Ya'ni ular o'zi bilmagan holatda ham bilim olishadi, ham speaking, ham listening rivojlanib ketadi. Mana shu yerda qo'shimcha sifatida aytish mumkin. Ko'p o'quvchilarga shu maslahatni beramiz. Maftun ham aytib o'tdi. Qo'shimcha ishlayotgan materialingiz, podkast bo'lishi mumkin, kitob bo'lishi mumkin, audio kitob eshitishingiz mumkin yoki film ko'rishingiz mumkin. O'sha qo'shimcha ishlayotgan narsangiz o'zingizga qiziq bo'lishi kerak. Agar qiziq bo'lmasa, mana hozir Maftun aytdi, qiziq bo'lsa u odamni o'sha ichiga kirib ketadi, listeningga yordam beradi, boshqa beradi. Agar qiziq bo'lmasa, fokus yo'qolib qoladi-da. Ya'ni o'zingiz qiziqadigan narsaga, misol uchun deylik, podkast eshitdi, uni o'zi aytayapti, qiziqqan podkastimni eshitdim. O'sha qiziq bo'lgani uchun fokus o'shanda bo'ladi va fokus bitta joyda bo'lganda o'rganilish, o'shandan ko'proq foydali narsa olish ehtimoli katta bo'ladi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, listening 9 ga qanaqa erish mumkin? Intizom, qo'shimcha o'zingiz qiziqqan podkast, filmlar ko'rish, ustozlarni eng asosiysi, ustozlarning bergan vazifalarni mukammal bajarishga harakat qilish. Shunday. Valjon, mana reading 7, baribir C1 daraja. Juda ham kuchli bu. Bundan dalolat beradi C1. Endi aytda, masalan, 3 da umuman xato bo'lmagan senda, asosan 1 bilan 2 da. Aynan qiynagan qismi demak qaysi bo'lgan? 1 da boshidagi true false, chunki muhitga, yana reading muhitiga, aynan IELTS da listening muhitiga yondashishda sal xato bo'lganda, reading muhitiga yondashishda xato bo'lgan va true false da eng boshi va matching headings. Chunki matching headings ustida ham o'zim bilaman xatolarim bo'lgan, uncha ko'p o'z ustida ishlamaganman, chunki readingda doim passage 3 ga ko'p vaqtimni, uyda ham ko'p vaqtimni doim passage 3 ga qaratganman. Shuning uchun true false da esa uncha e'tibor bermadim. O'zim ham bilaman xato qilganimda. Aynan qayerdadir nimadir borligini bilib turib ham e'tibor bermasdan o'zimga juda ishonganim uchun shuni belgilab ketib xato chiqqan. Demak, shoshilinch bo'lganda, deylik, 1 ni sraz boshlayapti, passage 1 ni 2 bilan hali sira yotibdi degan miyada uraveradi-da, tezlashtir degan. Demak, asosiy muammo shunda. Tugataman, 2ni 15 minutda, keyin 3ga qo'shimcha qolgan vaqtda 3ga qoladi deb shoshilgan. Chunki eslayman, mocklarda ham reading 7,5-8 lar atrofida chiqib yurganda ham men sen natijalaring, asosan o'quvchilar natijasini ko'raman. Qani aynan qaysi passageda xato qilyapti deb. 3 to'liq 100% bo'lardi. 1 dan ketib qolardi uchtasi. Eslayman-da. Endi shu o'rinda birdaniga aytib o'tishim kerak. Xo'p, reading 7, 3 da asosiy vaqt qoldirilib, 100 dan 100 o'rlayapti. 1 bilan 2 da chalkashliklar, shoshilinch shunaqa vaziyatlar bo'lyapti. Time management haqida gaplashsak. Time management, boshidan time managementga fokusimni qaratganman. Men doim passage 1 ni 10 minutda tugatishga harakat qilganman. Bilsam ham, qo'limdan kelmasligini bilsam ham doim 10 minutda tugatishga harakat qilib va o'sha vaqt ichida 2 minutning ichida, 12 minut ichida yozib varaqqa, answer sheetga yozib ham bo'lishga harakat qilganman. Keyin passage 2 da 15 minutdan 20 minutgacha, eng uzog'i 20 minutgacha cho'zishga harakat qilganman. Chunki tuni qiyinligini bilaman, matching headings borligini bilaman. Shuning uchun matching hedingsda nomlariga prosta qarab, prosta o'tib ketib, belgilab, xayolimga kelganini, o'zimga ishonganimni belgilab, keyin o'tib ketib, keyin passage 3 ga bemalol bo'lib, 14 dan 14 taga harakat qilib shunday qilganman. Menimcha eng katta xatom shu passage 1 da, eng birinchi passage 1 da o'tkazib o'rganlarim. Demak, 10 minut qisqalik deganda. Xo'p, mana hozir boya aytib o'tding, matching headings meni har doim qiynagan, tayyorlanish jarayonida ham, imtihonda ham headings qiynagan deding. Yana qaysi savol turlari xuddi shunaqa qiynoqni bergan? Va shuni teskarisi, qaysi savol turlarini anaqa maza qilib ishlagansan? Masalan, bo'ladi-da, mana o'zim ham necha marta imtihonlarga kirib reading o'qib chiqqan, deylik, true false ni maza qilib ishlayman. Masalan, o'zimga aytadigan bo'lsam yoki boyagi gap fillingslarni maza qilib ishlayman. Masalan, heading, masalan, matching information degan turi bor. Ko'p IELTS o'quvchilari ham qiynaladigan tur. Masalan, shu menga juda ham yoqadi. Senda qanaqa bo'ldi? Ya'ni matching headingsdan tashqari qaysi savol turlari seni qiynadi? Teskarisi, qaysi savol turlaridan maza qilib ishlagansan? True false not given asosiysi eng bosh og'riq bo'lgani, chunki not given bilan false da farqlash juda qiyin. Juda ko'p o'quvchilarda shunaqa o'sha xato ketadi va matching information ham men uchun ancha qiyin bo'lgan. Lekin multiple choice bilan hozir qarshi chiqishlaringiz ham mumkin. Multiple choice bilan gap fillingni juda maza qilib yechganman. Ko'p o'quvchilar mana shu yerda listeningni ham multiple choice'da oson bo'ladi, readingni ham multiple choice oson bo'ladi. Demak, multiple choice bo'yicha dars o'tib bersa bo'ladi. Aniqroq men dars o'tib berishim kerak.
Assalomu alaykum. Mening ismim Ilhonbek Safarmurodov va men Termiz shahridagi Windows Academy o'quv markazining asoschisi va rahbariman. IELTS balim 8 va menda 8 yillik o'qitish tajribasi bor. Surxondaryolik uka-singillarimizga ingliz tilini o'rganishlarida yordam berish va bu orqali ularning hayotini biroz bo'lsa-da yaxshilash maqsadida o'z blogimda foydali ma'lumotlar berishni boshladim. Quyidagi havola orqali blogimga a'zo bo'ling va foydali ma'lumotlarni kuzating, ingliz tilini oson va intizomli o'rganing. Endi shu o'rinda bitta savol berishim kerak. Masalan, reading desa ham, boya listeningda ham shu narsa bor. Audioni multiple choice'da tushungansanki, hammasini ola olasan. Readingda ham xuddi shunaqa. Ya'ni tushunsagina bajara oladi. Men ko'p o'quvchilarga aytaman-da, lug'atni bilsangiz, tarjimani to'g'ri chiqara olsangiz, ya'ni ikkisini to'g'ri qo'ya olsangiz, comprehension tushunish bo'lsa, javob tayyor. 80-90% emas, 100% javob tayyor. Senda aynan shu comprehension qanaqa jarayonlar bo'ldi, qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi yoki aynan comprehension haqida nima deya olasan bizga? Comprehension tushunishim juda oson bo'lgan, chunki boshidan menda ingliz tiliga qanaqadir shijoat bo'lgan. Shuning uchun juda ko'p comprehensionga kitoblar, inglizcha kitoblar o'qiganman. Keyin sizning o'zingiz ham kitob bergansiz, Reading Comprehension degan. 7 olganim uchun Mokda. O'sha kitob ham juda katta foyda bergan. Keyin siz aytgandek, multiple choice eng keraklisi comprehension va grammatika va voka, chunki comprehension tagida shular yotadi. Keyin o'zingiz strategiyangiz. Birinchi savolni o'qib chiqib, keyin savolning javoblarini bir-biriga nima deydi, matn bilan bir-biriga qo'yib chiqib, ko'rib chiq degandingiz. O'sha juda katta rol o'ynaydi. Endi boya mana qiyin savol turlari haqida gaplashgan edik. Mana ayting, true false not keyin va matching headingsda qiynalardim dedim. Endi mana shu qiyinchilik deyingiz uchun nimalar qilgansan? Har bir bitta kitob berardilaring doim readingda. Shu readingda hammasida true false matching headingslarni olib, yondashishga harakat qilganman. Alohida yechib chiqib, qo'limdan kelgancha harakat qilib, shularni yechib chiqqanman. Ya'ni o'sha biz bergan kitoblardagi vazifalarda alohida yondashgansiz. Undan tashqari, masalan, xo'p, u uyga vazifalar bilan birgalikdagi narsa-da. Mana hozir seni nima uchun 9 ololmaganing haqida gaplashyapmiz. Qo'shimcha nima qilgansan? Xo'p, masalan, o'zi shunaqa bo'ladi-da, deylik, tayyorgarlik jarayonida umumiy tayyorgarlik jarayoni bor va mana o'qituvchilar bergan narsalar va o'shalarda analiz degan narsa bor, tahlil bor. O'quvchilar o'zi tahlil qiladi, ya'ni men mana shunda qiynalyapman, shunda qiynalyapman. Xo'p, sen shu o'zing qiynayotgan narsangni bilyapsan. O'shani rivojlantirish uchun yana qo'shimcha nima qilding? Darsdan tashqari. Darsdan tashqari doim inglizcha kitob o'qishga harakat qilganman. Yo'q, biz umumiy haqida gapirmayapmiz. Men mana headings va true false haqida gapiryapman. Headings true false-da uncha ko'p narsa qilmaganman. Nega? Masalan, qiynalayotganingni bilyapsan, muammo ekanligini bilyapsan. Nega hech narsa qilmagansan? Savol shu. Shu qolgan o'zim qilayotgan narsalar yetadi deb o'ylaganman. Menimcha shuning uchun yetib chiqqan. 9 emas. Xo'p, mana mocklarda reading eng yuqori darajada necha olgansan? 7,5. Xo'p, mana 7,5 olgansan. Demak, mocklarda ham o'zi bilinib turibdi. Demak, undan baland olinmayapti. O'shandagi muammo boya aytgandek headings va true false. Ya'ni o'sha headings va true false-ni o'stiradigan nahotki bir boshqa qo'shimcha narsa qilmaydi. Qiyamam iloji boricha YouTube'da nima deydi, IELTS'da ishlab ketganlarni videolarini ko'rib, alohida solo podkastlarini ko'rib, iloji boricha ma'lumotlar olib yoki ulardagi emaildan yoki nimalardan tashlab berardi material doim. YouTube'da tagida, descriptionida shularga harakat qilib, shulardan materiallarni olganman. Mana shu yerda bitta narsani aytib o'taman. Valanda nima uchun readingdan baland olmaganligi haqida. Mana o'zi ko'p o'quvchilarda shunaqa narsa bor. O'zingizni muammongizni aniq bilyapsiz. Ya'ni mocklar, practice testlarda asosiy vazifasi shu. Ya'ni sizni imtihon muhitiga tayyorlashdan tashqari qanaqa holatlarda nima qismlarda xato qilyapsiz. Demak, siz o'zingizda shu mocklarda o'zingizni xatoingizni bilyapsizmi? Asosiy narsa o'sha xatoni tahlil qilib, shuni oldini olishga yoki uni yaxshilashga yondashish kerak. Misol uchun, Valani keysida aytadigan bo'lsak, o'zi ham aytayapti, oldindan bilardim, true false not keyin va matching headingslarda xato qilishimni. Yechim qanaqa bo'lishi kerak edi? Deylik 7 emas, 8, 9 olish uchun. Mana shu true false not keyin va matching headingsni uchun alohida shug'ullanish strategiyasini ishlab chiqish kerak edi. Deylik, begona kitoblarda, ya'ni o'zing ishlamagan, o'zingga notanish bo'lgan kitoblarda aynan true false not keyin va matching headingslarni to'plab, toki ularni ishlash sxemasi, ya'ni fikrlash mohiyatiga tushunib olgungacha o'shalarni qo'shimcha mashq qilish kerak edi. Shunda mana shu true false va matching headingslar muammosi hal bo'ladi. Masalan, men o'zimni shaxsiy кейsimni aytaman. IELTSga tayyorgarlik jarayonini birinchi boshlaganimda overall 7 bo'lgan, o'shanda readingni yaxshi ko'rganman, lekin readingim 7,5 chiqib qolgan. Birinchi imtihon topshirganman. Juda jahlim chiqqan, chunki readingni yaxshi ko'rardim. O'sha yerda menda asosiy muammo matching informationda bo'lgan. Men bilganman, matching information men uchun qiyinroq bo'lgan tur. Endi uni o'zim boya aytib o'tdim, matching information hozir men eng yaxshi ko'rgan savol turi.
Lekin meni eng yomon ko'rgan savol turim bor edi. Va men o'sha matching information uchun faqat masalan readinglarda, matnlarda printerdan chiqarib olib, faqat matching information qismini ishlardim. Toki o'sha matching information qismini tushunib, mohiyatini, o'sha savol turi qanaqa ishlash strategiyasini tushunib, masalan nechta savol bo'ladigan bo'lsa, shuni 100% darajada urish darajasiga yetgunimgacha matching information ishlaganman. Adashmayotgan bo'lsam 50-60 ta matnni matching information ishlab chiqaman, toki mukammal holatga kelgungacha. Va undan keyin o'sha imtihonlarda shu paytgacha matching informationda deyarli qiynalmayman. Har doim misol 9 chiqib keladi. Mana boshqa o'quvchilar uchun ham shu podkastni ko'rayotgan, imtihonga yaqin bo'lgan, IELTS o'qiyotgan o'quvchilarga ham shuni tavsiya qilaman. Listeningda bilaman, readingda bilaman, writingda bilaman, speakingda biladimi? Siz mock topshiryapsiz va aynan qayerda, darslar jarayonida qayerda xato qilayotganingizni bilyapsizmi? O'sha xatoyingiz ustida ishlang. Ko'pchilik umumiy ishlashda davom etaveradi-da, xato o'z-o'zidan yaxshilanib qoladi deb o'ylaydi. Demak, o'qiyapman, dars qilyapman. Yo'q. Siz aynan o'zingiz qilayotgan xatoni ustida ishlab uni yaxshilaysiz. Bir ustozimizda gaplari bor edi. Maftuh sen ham eshitgan bo'lsang kerak. Aynan qaysi dars tayyorgarlikda yoki umuman imtihonni qaysi qismidan qo'rqayotgan bo'lsangiz, o'shanga yaqin borishga harakat qiling. Bizda nima bo'ladi? O'quvchilar qochishga harakat qiladi. Ya'ni yoqmayotgan, ko'p xato qilayotgan qismini bu menga yoqmayotgan joydan qochishga harakat qiladi. O'shanga yaqin borishga nima qilish kerak? Harakat qilish kerak, menimcha. Shu o'rinda shu bitta narsani aytishim kerak. Haqiqatan mana shu metod juda ham ish beradi. O'zim ham readingim 9 chiqqungacha ustozim o'sha paytda tushuntiradilarda. Masalan, 3 ta yoki 4 ta mock olinadi. Umuman ishlanadi. Deylik bitta mockda umuman aytsa 33 ta to'g'ri javob. Bu degani 7,5. Demak, nechta xato? 33 bo'lsa 7 ta xato. Aynan o'sha 7 ta xato qaysi savol turlaridan kelib chiqyapti? Shu narsani aniqlash kerak va shunga fokusni berish kerak. Mana shu narsa haqiqatan ham muhim rol o'ynaydi. Bitta narsani inobatga olish kerak-da, bizni asosan mana hozirgi o'quvchilar kutadi readingda mo'jizani. Chunki o'sha har bitta savol turini ustida yana ishlash ularni yo zeriktiradi, yo charchatadi yoki qiyin deb biladimi, bilmadim. Dangasarlikmi, shunaqa ularga vitamin kerakmi? Mana shu narsani agar yengishsa, bemalol readingdan 9 muammo emas. Xo'p, endigi savol vocabulary haqida beradigan bo'lsam, mana ko'p o'quvchilarda lug'at yodlash bo'yicha muammo bor. Ya'ni mana o'tgan safar seminar intizom haqida bo'lyapti. O'sha intizomda ham biz lug'atni qo'shib ketdik, chunki o'quvchilardan shunaqa savol tushadi. Ustoz, lug'atni qanday yodlasam bo'ladi? Ustoz, lug'atni qanday yodlasam bo'ladi? Lug'at yodlashda qiynalaman. IELTS readingdan 7 olish bu lug'at darajasi ancha yaxshi degan. Chunki ko'p o'quvchilarga aytaman, reading is not a reading test, but it's a vocabulary test. Ya'ni reading aslida bu lug'atni tekshiradigan test degan fikrni ko'pincha o'quvchilarga nisbatan aytaman. Senda mana shu 7 uchun vocabulary qanchalik darajada muhim bo'ldi va o'sha darajadagi lug'atni yodlashda qanaqa qiyinchiliklar bo'lardi, yengish uchun qanaqa yo'llar bor? Voka eng katta rol o'ynaganlardan biri, chunki tushunishimda eng katta foydasi voka bilan grammatikning foydasi tegdi. Chunki matnni doim men o'qib chiqib, savollarga qarab keyin o'qib chiqardim. Shuning uchun tushunishimda eng katta foydasi shunday tegdi. Va vokada uncha ko'p qiyinchilik bo'lmagan, lekin boshida moslashishga qiyinchilik bo'lgan va intizom, chunki voka ancha mayda ish, qolganlariga qaraganda katta ishlar tugatib qolib, keyin vokaga qanaqadir xohisham bo'lmagan, yoki vaqt ham xuddi menga vaqt yetmagandek tuyulib, voka doim nazar pisand qilingan va keyin asta-asta vokaga e'tibor berib, readingdan keyin tushunib yetganman voka eng kerakligini va readingda doim eng birinchi reading qilishimdan oldin yo qilayotgan jarayonimda vokani belgilab, o'shani yodlab qo'limdan kelgancha harakat qilganman. Albatta voka yodlamang kunlar hamma Jasmin opa oldlariga, ya'ni Jasmin opa oldlariga yuborilardi. Ular telefon olib qo'yilardi. Lug'at yodlamagungacha telefonimizni qaytarib bersin deydi. Ba'zida bunday borda ko'p o'quvchilar aytadi. Ustoz, mana boshlayman, yaxshi energiya bilan boshlayman deydi. Passage 1 shunday ishlayman, bo'ldi 13 tayyor, sen 9 mana shu xayolim keladi deydi. Tuni ham boshlayman deydi, energiya zo'r deydi. Lekin siriga kelaman deydi, umuman miya qotib qoladi, ishlamaydi deydi, yo och qolish hissi bilan umuman deydi, fokusni bera olmayman deydi. Ya'ni charchoq deymizmi buni yoki fokusni bera olmaslikmi yoki sirni ochadi. Endi 1 bilan 2 ga qaraganda hajmi ham katta, qiyinlik darajasi ham qiyinroq. Qo'rquv deylik. Shunga nima deysan? Deylik 1 ni ishlading, deylik 2 ni ishlading. Sirda charchoq bo'ldimi yoki qo'rquvmi, nimadirlar bo'ldimi? O'zim bilasiz, sirim unchalik pastmas. Keyin doim mana shularda asosiy nima? Motivation. Ular xuddi motivation eng kerakli narsa deb o'ylaydi, lekin motivation vaqtinchalik narsa. Shuning uchun passage 1 bilan passage 2 ga motivation yetadi
va PSS rejasiga motivatsiyasi yetmaydi. Ya'ni stamina. Shunday. Bu haqida nima deya olasiz? Stamina. Motivatsiyadan ko'ra disiplinaga, intizomga yondashgan ma'qul. Chunki qachonki intizomga yondashsak, PSS-ga yetib borish qandaydir yoqimli bo'ladi. Menga ham doim shunday bo'lgan. Eng keraklisi PSS va unga yetib borish uchun PSH1 bilan PSH2 men uchun yo'l. Shu yo'lni bosib yursam, PSS-ga kelaman. Endi mana shu yerda bitta case borda, ko'p o'quvchilar, misol uchun uyga ishlab bersa, bir o'tirgan paytda PSH1 ni ham, 2 ni ham, 3 ni ham bajarmaydi. Yoki bo'lib bajaradi, yoki deylik chala qiladi yoki orasida yarim soat, 1 soatdan farq bo'lib ketadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, reading passage 3 ga ko'p o'quvchilar charchoqni his qiladi-ku. Bu nimadan dalolat? Ular uyda deylik o'sha vaqtga mo'ljallab turib, staminani kuchaytirilgan holatda yoki moklarda misol uchun bir o'tirishda bajarishadi. Shu narsani kuchaytirilgan holatda bo'lgani uchun srida yaxshi ishlashadimi yoki staminani ushlolmay qolganligi uchun srida charchab qolishadi? Orada dam olib kelib yo biron uydagi ishlarni qilib yoki kofe damlab kelib, ovqat qilib, oldiga ovqat o'sha narsaga miya o'rganib qoladi-da. Keyin mana mokka kirsa yo haqiqiy testga kirsa ham mana PSH1 dan keyin nimadir qilgisi keladi. Tashqariga chiqib kelib yo oddiy suv ichgisi keladi. Keyin xuddi shunday ular xuddi vaqt kutadi. 15 minut, 20 minut dam olaman, keyin PSH tugataman. 1 soat vaqt beriladi. Shuning uchun ular shoshib qoladi, keyin staminasi ham yetmaydi. Demak, shunda o'quvchilarga nima tavsiyalaring bor? Bir o'tirishda yechishga harakat qilish kerak. Harakat emas, qilish kerak. Keyin iloji boricha motivatsiyadan ko'ra intizomga urg'u berish kerak. Chunki motivatsiya vaqtinchalik narsa. Keyin qiziqishni ham o'ldirib qo'yadi. Qiziqishni ham o'ldirib qo'yadi, молодец. Demak, mana reading nima uchun balandroq natija chiqmadi? Arada deydigan xulosasini qiladigan bo'lsak, birinchi sababi o'zi ham aytib o'tdi, o'zining muammolarini tahlil qilmaslik. Va o'sha muammolarni yechishga harakat qilmaslik yuzasidan keldi. Chunki o'zida muammo bo'ldimi o'quvchida, o'sha muammoni yo'q qilishga harakat qilish kerak. Ikkinchi sababi, endi buni aytgan gaplardan xulosa qilaman, sen o'qituvchi sifatida gaplangdan ham shoshqaloqlik. Ya'ni PSH1 tezroq tugatishim kerak, keyin PSH2 ga tezroq yetib borishim kerak degan fikr bo'lgan va bu uni boyagi PSH1 da ko'proq xatolarga yo'l qo'yishiga, balki katta ehtimol PSH2 da ham katta xato qilgan, o'sha xatolarga yo'l qo'yishiga sabab bo'lgan. Demak, men masalan o'zimni bir necha marta 9 olgan inson sifatida aytib o'taman. Har doim xatolar ustida ishlash kerak, staminaga ham e'tibor berish kerak, boya sizlar gapirib o'tgan narsa. Ya'ni ko'p o'quvchilarda ham ko'p ko'raman, uyda full readingni 1 soatda bajarib kel deb uyga berib yuborganimizda ular bo'lib bajaradi. Mana aytganday, mana shu narsani qilmaslik kerak, chunki bu mokda bilinib qoladi. Masalan, uyga vazifa bajarib kelganda baland natija olgan o'quvchilar bilsang, mokda juda past olib boradi. Sababini bilsang, o'shanda ham tan olmaydida, bilinadi. Shunaqa xatolarni qilmaslik kerak 9 olish uchun. Demak, endi speaking haqida gaplashsak, juda ham ko'pchilikni nuqtaydigan, og'riqli nuqta deymizmi? Speaking 6, Valijon. 6. Senda 7 kutardim deydi-ku. No, yomon emas. O'zi overall 7 uchun asosiysi reading listeningga urg'u berish. Nima uchun aynan 6? Shunday, asosiy 7 kerakligi uchun doim nazariy narsalarga urg'u berdim va aynan oxirgi 1 oyda reading listening ko'tarib olgandan keyin shu ikkovini ushlab turib writingni qo'shdim va o'sha nazariy narsalarga e'tibor berdimda amaliysi bo'lmay qoldi. Amaliysi 6 chiqdi. Ya'ni fokusni baribir ko'proq listening readingniki balandroq chiqadi deb berilgan savolda menimcha shu speakingga uncha ko'p urg'u berilmay qolgan. Shunday. Yana bir narsani qo'shimcha qilib aytaman. Eslayman, imtihondan avval, shu speakingdan avvalroq men bu yoqda mock vaqti edi, adashmasam soatlab speaking qilgandik, soatlab. O'sha paytda ham bitta narsani tushungandim. Ya'ni asosiy main speakingdan avvalroq bo'lib qoldi ularda. Chiqyapti, listeninglar, readinglar tahlil qilyapmiz. Listening 9 aniq. Reading 7 bo'lib turibdi, 7.5 atrofida. O'sha qolganlari 6 chiqqan taqdirda ham overall 7 edi-da. Overall 7 edi. Chunki hozirgi darajasida ham overall 7.5 ga 0.5 yetmay qoldi. Shunda men o'shani sezuvdim, o'sha payt o'ziga ham aytdim, speaking qilyapmiz. Ketish kerak soat 1da, ikkalamiz speaking qilyapmiz. Sezilyapti, bemalol, xotirjam, nech qo'ysang qo'y. Ya'ni main exam o'zini kutilganidan yaxshiroq bo'lgani uchun speakingda sal relax bo'lib qolgan, ya'ni Tashlab qo'ydim, ha. Yengil bo'lib qolgan. Emasda. Buni potensial 6 emas. Shu kun gaplashyapmiz. Bemalol, nech qo'ysang qo'y, tezroq boray topshiray degancha shunaqa ruh bo'ldi-da. Men o'ylayman, chunki main examda ancha ishonch уже ko'tarilgan, boost bo'lgan, bo'ldi уже oldim, qolgan kerak. Ha, demak bo'ldi. O'zim kerakligini olib oldim degan fikr bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Xo'p, endi mana o'sha speaking
ekzaminning ichiga kirish haqida gaplashaylik. Ko'p o'quvchilarda savol nima bo'ladi? Ustoz deydi, men yaxshi gapirardim o'zi deydi. Shu ekzaminlarda ko'rib hayajonlanib qoldim deydi. Degan narsa bo'ladida. Senda shunaqa bo'ldimi? Hayajon bo'ldimi? Qovog'ini o'ydimi? Yo'q. Zoom bo'ldimi, face to face bo'lgan? Zoom bo'ldi. Zoomda o'sha hayajon bo'ldimi baribir? Yo'q, kutgandan chiroyli chehrada kulib, yaxshimisiz so'rashishlar bo'lib, hammasidan zo'r bo'ldi. Biz part 1 bilan part 2 ham hammasi normal ketayotgandi. Keyin part 3 o'zimga ham chiqqanimda ham yoqmadi. Uncha qanaqadir to'g'ri kelmadi. Uncha hayajon bo'lmadi, chunki oddiy odam, biz har kuni mockda ham doim har xil odamlar bilan ishlaganmiz. Shuning uchun o'rganib qolgandim men odamlar bilan gaplashishni. Demak, mocklarda har xil speaking examinerlarga topshirish jarayoni kuchli bo'lganligi uchun yana bir yangidan bir deylik, yangi bir insonga topshirish muammo bo'lgan yo'q. Demak, shunday xulosa qilsam bo'ladi. Ko'p o'zi o'quvchilarga aytaman, menga jiddiy qarab turdi, menga kulmadi yoki har qanaqangi shunaqa o'quvchilar aytishadi-da, bu mif deymiz-ku, bo'lmagan narsa. Bir kunlik o'quvchi sizni na taniydi kelajakda, na tanimaydi. Sizni gapirganingizga qo'yib beradi-ku balda. Men o'quvchilarga ham aytaman, mavjud bo'lmaganing haqida qizig'i ham yo'q unga, xabari ham yo'q inson. Shuning uchun o'zi act, ya'ni yaxshi chiqarib bera olsa, potensialni menimcha hammasi zo'r bo'ladi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, speaking 6. Umuman aytsak 6.5 daraja. Aynan speakingda shu level uchun grammatika bilan vokabularining o'rni qanaqa bo'ldi? O'rni bo'ldi. Chunki gap tuzishda grammatika bilan vokab eng keraklisi, har doim aytayotganimdek, va aynan grammatikaning topic advanced ko'rinishlari men darajamni ko'tarib berishga ham yordam berdi, ham tushunishimga ham, speakerda gapirganini tushunishimga ham yordam berdi. Keyin ayniqsa vokani, topic vokalar juda katta yordam berdi. Siz bergan topic vokalar, tayyorlab bergan topic vokalar foyda berdi. Demak, uni ishlatsa bo'ladi. Faqat uni ishlatish uchun ham ancha-muncha oldinroqdan tayyorgarlik ko'rish kerak deb maslahat beraman, chunki ko'p o'quvchilar xato qiladi. Bir hafta qolganda yoki 3-4 kun qolgan paytda speakingda tayyorgarlik jarayonini boshlaydi. O'zlaricha topic vocabulary qo'shishga harakat qiladi, lekin u imtihon muhitiga tushgandan keyin absolyutno esdan chiqib ketadi. Buni qanchalik oldinroq boshlasa, shunchalik effekti yaxshiroq bo'ladi. Assalomu alaykum. Mening ismim Ilhonbek Safarmurodov va men Termiz shahridagi Windows Akademiya o'quv markazining asoschisi va rahbariman. IELTS ballim 8 va menda 8 yillik o'qitish tajribasi bor. Surxondaryolik uka-singillarimizga ingliz tilini o'rganishlarida yordam berish va bu orqali ularning hayotini biroz bo'lsa-da yaxshilash maqsadida o'z blogimda foydali ma'lumotlar berishni boshladim. Quyidagi havola orqali blogimga a'zo bo'ling va foydali ma'lumotlarni kuzating, ingliz tilini oson va intizomli o'rganing. Endigi menda savol quyidagicha, mana speakingda 3 ta part bor. Part 1, part 2, part 3. Part 1 endi ko'p o'quvchilar tomonidan ham o'zi aslida ham nisbatan eng osonroq, chunki o'sha kandidatlar o'zi haqida bo'ladi, savollar ham juda oddiy. Daily life, ya'ni kundalik hayot haqida. Part 2 bilan part 3 da ko'p o'quvchilarda fikr bo'linadi-da, ya'ni kimdir men uchun part 3 oson bo'ldi, part 2 qiyin bo'ldi deydi. Kimdir men uchun part 2 qiyin bo'ldi, part 3 oson bo'ldi deydi va hokazo. Aynan senda qaysi biri o'zing uchun sal murakkabroq bo'ldi? Tayyorlanish jarayonida ham o'zi qaysida qiynalarding va imtihonda ham qaysi biri murakkabroq bo'ldi? Tayyorlanish jarayonida doim chovni ham birday olib borishga harakat qilib, ustozlar bilan ishlab, qanday qilsam nima bo'lishini bo'lgandi. Lekin aynan examda men discussionga juda qiziqqanman va discussion bo'lganda hamma narsani unutib o'sha discussionga harakat qilaman. Main examda part 1 da hammasi zo'r ketayotgan, part 2 da ham ancha yaxshi gapirdim, lekin part 3 ga kelganda discussion qildik. Chunki mening time managementim bilan bu time management sal boshqacharoq ekan. Bu time managementim haqida so'radi. Men variant berdim. Keyin ikkinchi variantda agar bu time managementni qo'llamagan edi, yana qanday boshqa time management va'da nima qilarding dedi. U time managementga o'tishni o'rniga men o'zimnikini oqlamoqchi bo'ldim. Xo'p, ana part 2 da ko'p o'quvchilarda muammo bo'ladi. Qanaqa muammo? Gapirayotgan paytda boyagi topik uchun kam bo'lib qoladi. Masalan, deylik, kam gapirib qoladi. Yoki xuddi shuni teskarisi bo'ladi. O'sha gapirayotganda ko'p gapirib ketadi. Ya'ni men hali tugatmagan edim, ekzaminer meni to'xtatdi deydi. O'zi aslida to'xtatish haqqi bor, chunki 2 minut bo'ldimi to'xtatadi. Senda aynan part 2 da tayyorlanish jarayonida nima muammo ko'proq bo'ldi? Part 2 da. Ya'ni misol uchun imtihonda tayyorlanayotganingda ham, ya'ni darslarda tayyorlanayotganingda ham, imtihonda ham
boyagi berilgan muddatdan kamroq gapirib qo'ydingmi yoki oshib ketdi, tugata olmadingmi, tugallanganlik bo'ldimi yoki o'sha tugallanganlikda erishishda qanaqadir xatolar bo'larmidi yoki vocabularyda misol uchun aynan partoda ko'proq odam o'zini vocabularyini ko'rsatadigan joy partoda o'zi aslida. Mana shunda muammo bo'ldimi? Sen aynan partu haqida qanaqa muammo? Partuda ancha ko'p muammo bo'lgan. Chunki ba'zida mavzuga qarab, mavzu yoqsa, introductionda ko'p qo'rardim, keyin main'iga yetmay qolardi. Vaqt tugab qolardi. Mavzu o'zimga ancha tushunarsiz bo'lsa, vaqt yetmay qolardi. Keyin aynan partuda topic vocal qo'shish ancha qiyin bo'lardi menga, chunki daily life'da gapirayotganimda men daily ishlatadigan so'zlarimni qo'shib, confidence bilan gapirardim. Topic vocal qo'shishda keyin topic advanced grammarlar qo'shish ancha qiynalganman. Partoda. Ha. Deylik, endi part 3 ga o'tadigan bo'lsak, aynan part 3 da idea uchun, ya'ni idea development uchun qanaqa tayyorgarliklar ko'rding? Misol uchun, bilasan, o'zi ko'p o'quvchilar boshida qiynaladi. Umuman aytsa, g'oya kelmayapti, ideya kelmayapti, nima deyish bilmayapman, qanaqa javob bersam bo'ladi deydi. Misol uchun, shunday vaziyatlarda qanaqa tayyorgarlik ko'rding? Part 3 da doim support teacherlar bilan ishlaganman. Chunki ular men bilan ishlaganda ular o'zini ham example-ni berib, o'zi qanday gapirgan bo'lishlarini berardi. O'sha ham juda katta foyda bergan. Keyin har bir savolga alohida to'xtalganmiz, o'zingiz aytganingizdek. Ham o'sha savolning ichidan o'zingiz tayyorlab berardingiz, chiqartirib berardingiz. Keyin aynan shu ko'rgan podkastlarim dunyoqarashimni ancha kengaytirgan va aynan o'sha savollarga moyil bo'lganlari juda ko'p bo'lgan podkastlarimdan ma'lumot. Demak, mana shu narsani bor ekan, podkast ko'rib, eshitib, shu haqda ham dunyoqarash oshib ketadi. Yaxshi, o'zi bu narsani o'qishlikka ham tavsiya qilgan bo'lardim bizni kuzatib turgan barchaga, asosan IELTS sohasida, umuman ingliz tili muhitida yashab yurganlar uchun part 3 da fikr baribir kerak. Bu haqida deylik, qanaqangidir mavzudagi savol bo'lsa, buni YouTubedan ham o'zi yozsa, shunga oid bo'lgan zo'r intervyular yoki podkastlar yoki bo'lmasa qisqacha 4-5 daqiqalik videolar kelib chiqadi. Shularni ko'rib ham siz o'zingizga yetarlicha g'oyalar, fikrlar ola olasiz va shularni birgalikda chiroyli, nima deydi, polish qilingan holatda, uni chiroylashtirgan, sayqallangan holatda bemalol 7-8 lik samplelar yaratib tashlaysiz bo'ladi. Xo'p, endi menda shu savol bor. Part 3 bo'yicha. Men ko'p o'quvchilarga ham aytaman, endi sening ham fikring men uchun qiziq. Nima deb o'ylaysan? Dunyoqarashning roli qanday part 3 uchun? Dunyoqarashning roli juda katta, chunki part 3 da savollar turli xil va juda xilma-xil. Aynan bir mavzu, masalan, trash bo'lsin yoki waste of food bo'lsin, o'sha mavzudan to politikacha yoki time managementgacha oraliqda juda katta masofa bor va aynan dunyoqarash bo'lmasa qisqa javob bo'ladi yoki mavzuga tushunmay qolamiz. Tushuncha, menimcha dunyoqarashning roli ancha katta. Ancha katta. Men mana shu fikrda har doim o'quvchilarga aytib kelaman. Dunyoqarashning roli katta va mana shunda bitta ko'p o'quvchilarga tavsiya beramiz shu narsada. Ba'zilari foydalanadi, ba'zilari foydalanmaydi. Bitta life hack deymizmi? Endi life hack ham deb bo'lmaydi. Bitta asosiy qoida bor-da. IELTSdagi mana skilllar bir-biriga bog'liq. Listening ham, reading ham, writing ham, speaking ham, ya'ni akademik bo'lgani uchun va undagi mavzular bir-biri bilan qaytariladi. Misol uchun, deylik, masalan, zoo haqida reading ham passage chiqadi. Listeningda ham misol uchun audiolar hayvonot olami haqida bo'ladi va speakingda ham o'shanga oid savollar bor va writingda ham shunaqa topiklar tushadi. Endi ko'p o'quvchilarda misol uchun part 3da ideya kelmayapti degan o'quvchilarga men har doim tavsiya qilaman. O'sha mavzular bo'yicha maqola yoki YouTube'da videolar ko'rish. Bu nafaqat part 3da idea developmentga yordam beradi. Bu task to them idea developmentga yordam beradi, ideyani shakllantirishga yordam beradi. Va siz mana shu ideyani rivojlantirish uchun o'qigan maqolangiz, artiklingiz yoki eshitgan audiongiz sizni writing va speakingdagi ideyani rivojlantirishdan tashqari sizni readingingiz va listeningizga ham katta foyda beradi. Mana shu narsani har doim o'quvchilarga aytganman-da, ya'ni 4 ta skill bir-biri bilan bog'liq. Ya'ni mavzu jihatdan IELTS shunaqa qurilgan, ya'ni qanaqadir bir nechta topiklar bo'yicha essay ham, speaking ham bir nechta topiklar bo'yicha tushadi. Va mana shu narsani shug'ullanib borishda davom etishingiz kerak. Bitta oddiy misolni keltiraman. Cambridge qaysidir birida bor, aniq bilmayman. Passage 2 yoki passage 3 bor edi. Ya'ni o'sha matnning asosiy mazmuni hayvonot olami, ya'ni hayvonot olami uchun, hayvonlar uchun zooparklar kerakmi?
Menga ham Ya'ni shu juda katta zooparklar kerakmi, kerak emasmi? Ya'ni zooparklarni hayvonlarni bo'lishidagi o'rni, ya'ni hayvonlar zooparkda bo'lishi kerakmi yoki ular yovvoyi hayotda erkin bo'lishi kerakmi degan matn bor edi. Men o'zim mana shuni o'qishdan oldin, shu matnni o'qishimdan oldin har doim o'ylardim, hayvonlar erkin bo'lishi kerak. Zooparklar hayvonlarni bir qanaqadir qiynashni turadi deb o'ylardim o'zimcha. O'sha matnni birinchi marta o'qiganimda, adashmasam 2020-yilmidi, 21-yilmidi eslolmayman. O'sha matnni o'qiganimda, ya'ni reading passage aslida. O'shani o'qiganimda fikrim juda ham o'zgarib ketgan. Ya'ni o'sha yerda juda tushuntirilgan hayvonlar uchun zooparklarda qanchalik muhim ekanligi va kerak ekanligi. Endi mana shuni o'qib meni miyamda qolib ketgan va bir necha yildan keyin xuddi shu narsa, ya'ni IELTS writing testida tushgan. Ya'ni shu essay IELTS writing testida tushgan. Va mana shu ham bitta misolki, mavzular bir-biriga aralashgan bo'ladi va masalan deylik idea uchun part writing testida yoki speaking part 3 da tayyorlanayotganingizda maqola o'qish kerak, listeningda o'shanga mos audiolar yoki videolar ko'rish kerak. Bu hamma skillingiz uchun foydali bo'ladi. Yana bir narsani aytishim kerak, asosan part 2 da o'zi buni menimcha hamma biladi, IELTS instruktorlari, o'zi hozir ham o'quvchilar biladi, sababi har bitta ustoz, ya'ni o'qituvchi o'qishligimni aytib ketgan. Men sayohatdaligimda bir opa bilan gaplashib qolganman, u kishi Vyetnamda speaking examiner ekanlar, guringlashib qolgan. O'zi asosan bunaqa narsalar aytilmaydi-yu, shu haqda kichik bir aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik bizni masalan tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar speakingda ko'p xato qiladigan narsasi, ular asosan bitta narsaga yopishib oladi. Ya'ni eng mashhur odam haqida gapir desa, 90% o'quvchi Elon Musk haqida gapira boshlaydi deydi. Ya'ni mana shu narsa ham tavsiya berilmaydi. Shu uchun imkoni boricha o'zingizdan, ya'ni fikr kelib, o'zingizdan kopi qilinmagan variantlar haqida o'ylab ko'rilsa, menimcha nur ustiga alik nur bo'lardi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nima uchun speaking 6 chiqdi, undan balandroq chiqmadi deydigan bo'lsak, birinchi asosiy sababi demak akamiz o'zlariga kerakli natijaga erishib bo'ldim degan fikr bilan speakingga kirgan. Eng asosiysi shu. Va bundan tashqari, demak, shu part 3 da ideyalarni berish bo'yicha, fikrlarni berish bo'yicha kamchiliklar bo'lgan. Endi oxirgi sectionimiz, test subskillimiz, writing haqida gaplashamiz. O'zi statistik jihatdan ham mana shu 4 ta imtihon bo'yicha, reading, listening, writing, speaking bo'yicha butun kandidatlarda nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda statistika jihatdan shunaqa, writing eng orqaga tortadigan, eng nisbatan past ball bo'lgan narsa bo'ladi. Senda bu 6,5 chiqdi. Bu 6,5 writing haqiqatan ham yaxshi natija, juda yomon natija emas, zo'r natija desa bo'ladi. Ya'ni bu strong B2 degani, unda qaraganda writing skill jihatdan. Endi savol quyidagicha: nima uchun 6,5 bo'ldi? Nima uchun 7 emas? Topic voka kam qo'shdim, o'zim bilaman, chunki mavzusi ancha qiyin, yana juda qiyin bo'ldi men uchun. Nima mavzu bo'lgandi? Waste of food. Waste of food, ya'ni oziq-ovqatlarni nima qilish? Behudaga saqlash bo'yicha. Xo'p, masalan, testda waste of food tushdi. Xo'p, qanaqa muammo bo'ldi mana shu yerda? Topic voka bo'ldi tashqari. Aydiyalarim shaffof bo'ldi. Juda silliq, shaffof, sayoz bo'ldi. Ha, sayoz bo'ldi. Sayoz, ha. Juda nima deydi, ko'zga ko'ringan, keyin juda oddiy ideyalar bo'ldi. Masalan, qanaqa ideyalar berding? Masalan, o'zi savolni bir qayta recreate qilib bera olasanmi, agar esingda bo'ladigan bo'lsa? Tushgan topik. Bugungi kunda waste of food nimaga ko'payib ketyapti? Sababi. Uni sabablari nima olib kelyapti va unga qanday yechim bersa bo'ladi? Men buni problem solution qilib berdim. Xo'p, demak, sabablar va yechimlar, to'g'rimi? Ya'ni oziq-ovqatlar bugungi kunda ko'p isrof bo'lyapti. Bunga nima sabab bor? Buni qanday yechdik? Xo'p, endi mana qanaqa savollar keltirding? Shu haqida hozir discuss qilaylik. Birinchisi variety of food dedim. Demak, ovqatlarda xilma-xilligi. Ovqatlarda xilma-xilligi. Odam do'konga aynan bir maqsadda kiradi, nimadir olaman deb, lekin ovqatlarda har xil bo'lgandan keyin hammasidan bir og'iz kelib ko'radi. Tatib ko'rgim kelib ko'radi. Oladida uyga borib tatib ko'radi, yoqmaydi. Yoqsa ham qanaqadir yegisi kelmaydi. Shundan keyin bir marta yegan narsani ikkinchi marta yegisi kelmaydi, waste of food bo'lib ketadi. Bo'ladi. Xo'p, ikkinchi sababchi? Ikkinchi sabab aynan nima deydi, pikniklar yoki katta eventlar bo'lgandan keyin undagi yeyilgan yoki chala yeyilgan, to'liq yeyilmagan yoki prosta boshlab qo'yilgan ovqatlar aynan davom ettirilmaydi, umuman tugatiladi va o'sha joyda waste of bo'lib ketadi. Va bunga ikkoviga ham sabab berdim. Birinchisi yechimlar qanday bo'ldi?
yechimlariga stok qilish dedim. Marketlarda aynan bir nima qilib, bir xilma-xil bo'lsin, bir xil bo'lib o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni yoki nimasiga qarab, sifatiga qarab, yo turiga qarab yoki brendiga qarab sort qilish kerak. Va bunisiga yechimlar tur eventlarida, ovqatlarda mayda-mayda tarelkalarda va ixcham hamma o'ziga qulay qilib yeydigan qilib qo'yish kerak dedim. Ikkinchi fikrdagi Jonboy, birinchisida sal menimcha bog'liqlik orasida sal xato bo'lgan, menimcha mavhumroq bo'lgan. Endi qanday ochib berganingizni bilmadim. Ikkinchisida jon bor. Bitta misolni beraman. Endi sen ham bilasan bu misolni, menimcha senga keyin bo'lsa kerak. Mana biz ko'p sayohatlarga chiqamiz. O'sha sayohatlarda zavtrak uchun mehmonxonalarda shvedskiy stol degan tushuncha bor. Ya'ni polni berilgan bo'ladi. Va o'sha yerda o'zingiz xohlagancha narsani olib, keyin zavtrak qilib o'tirasiz. Va o'sha yerda shunaqa muammo bo'ladi, siz ko'p odamlarda shunaqa narsa bor, ko'p oladi-da, keyin to'yib qolgandan keyin o'sha qolib ketadi va ular waste bo'ladi. Ko'p mehmonxonalarda, menimcha 90-95% mehmonxonalarda nafaqat o'sha chet el, butun dunyoda shunaqa qoladi. Bir marta Turkiyada bitta mehmonxonada shu tizim bo'lmagan, shvedskiy stol emas, menyu olib kelishgan. Ya'ni menyu olib kelishgan. Shu bilan qolib ketilgan. Menyu olib kelishgan, o'sha menyuda esa bizga aytgan nima kerak, aynan nima kerakligini ayt, olib kelib beraman degan. Va o'ylaganmiz o'sha ancha effektliroq bo'lgan, chunki odam kelganda misol uyalganmiz, juda ko'p narsa aytib tashlashgan va o'zimizga kerak bo'lgan narsani olganmiz, agar to'ymay qolsak yana so'raganmiz, olib kelib berishgan, lekin boyagi oziq-ovqatni waste bo'lmaslik ehtimoli ancha oshgan. Masalan, boya to'ylarda ham mana bizda dasturxonlar qo'yiladi. Menimcha o'sha to'ylarda ham nisbatan bir o'zini shunaqa yo'llarni ko'rsa, menimcha waste ni ancha oldin olingan bo'lardi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, nima deb o'ylaysan? Tasquvonni yaxshiroq yozib chiqdingmi yoki Tasktunimi? Ya'ni Taskvan. Chunki boshidan menda eng zo'r bo'lgani Taskvan, chunki aniq bir sonlarda barchalar tushgan menda. Aniq bir sonlarda hammasini aniq qilib berganman doim. O'zimga doim to'q bo'lganman. O'zim chunki million marta ko'rganmizda. Ko'nglim to'q bo'lgan, aniq berganman. Chunki bittada ko'rsa tushunsa bo'ladi. Chunki men doim Taskvanda yozib bo'lganimdan keyin bittada o'qiyman. Nimaga qaramasdan, nima deydi, rasmga qaramasdan, shitobi agar qarab o'qib bo'lsam, bu rasm miyamda keladimi, yo'qmi? Tasdiqim shu boya gaplashganimizdek, ideyalarim sayoz bo'lib qolgan. Demak, Taskvan kuchliroq jihati. Endi buni fikri shunaqa. Endi biz aniq bilmaymiz qaysi birida qanaqa olinganini. Lekin men o'sha bitta statistikani aytib o'tmoqchiman. O'zi o'zbekistonlik kandidatlarda asosan Taskvan nomi bo'ladi. Chunki buni ko'p ko'rganmiz. Sababi juda oddiy. Bizda maktab tizimimizda unaqa Taskvanlar yozilmagan. Ya'ni biz hammamiz maktabda insho yozganmiz. Lekin chartlarni, diagrammalarni tasvirlash bizning ta'lim tizimimizda yo'q. Faqat maktab, masalan, maktabdan keyin masalan men kollejda o'qidim, universitetda o'qidim. Bizda yo'q shunaqa tizim. Mana shu ham asosan kamchiliklarga olib keladi. Endi shu narsani lekin hozir ko'rib chiqilganmi? 1-2 sinfni matematika kitobida ko'rib qolganim, jamligini ko'rganim. Diagramma bor. Pie chartga o'xshash narsalar bor. Qanaqangidir misollar, endi matematikaga mavzuga oid bo'lgan, o'shani tushunganim, demak, hozirga endi keladigan bola qiynalmaydi nasib qila olsa Taskvanlarda. Endigi savolim, mana tasdiqda va ideyalarim sayoz bo'ldi deb aytding. O'shandan tashqari strukturadami yoki grammatikadami yoki so'z sonidami qanday muammolar bo'ldimi yana? Ideyalardan, fikrlardan tashqari. So'z sonida menimcha muammo bo'lmadi, chunki sanam chiqib, aynan nima bo'lganini bilaman, lekin ideya boyaga bilashib o'tdik. Grammarlarda advanced grammar qo'sha olmadim. O'zim bilaman. Qo'shishga qiynaldim, qo'shdim, lekin o'ziga yarasha qo'shmadim. Topic voka ham shu mavzuga aynan, chunki ideya ham sayoz bo'lgan, o'sha joyda tushundim. Aynan shunga topic voka yig'ib nima qilguncha vaqtim yetmay qoladi deb qo'rqdimda, birdan yozishga tushib ketdim. Menimcha shular muammo bo'ldi. Vaqt haqida gaplashsak, vaqtni ulgurding misol uchun Taskvanga ajratilgan vaqt bo'yichami yoki qaysi biridan olib berib, boyagidek PSJ1 bilan tuni chopib siriga ko'proq vaqt ajratganday bo'ldim bunda? Yo'q, ulgurdim. Qaysi biridan birinchi boshlading? Taskvandan birinchi boshladim. Qancha vaqt sarflading? 18 minut. 15-18 yozardingda. 18 minut vaqt sarfladim. 40 minut bunga Taskvanga 40 minut sarfladim. Chunki oraliqda 1 minut so'z sanashga ketardi. Bunda ham 1 minut so'z sanashga ketib, bunda lekin bu testda 1 minut ortib qolgan, bemalol o'tirib, suv ichib, bemalol hammaga e'tibor berib qarab chiqaman. Mana shu bitta narsa aytib, edit qilishga ulgurganmisan?
Yo'q, e'tibor berishga ulgurmadim. Mana shu narsa juda ko'p o'quvchilar uchun qolib ketadi. Ya'ni bunday holat bor. Essay yozib tugatgandan keyin so'z sonini sanab bo'lgandan keyin edit qilish kerak. Ya'ni o'qib chiqib, masalan, spellingda qanaqadir xato ketadi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Virgul qolib ketgan bo'ladi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Misol uchun, bog'lovchi qolib ketgan bo'lishi mumkin yoki mana oddiy kichkina grammatik xatolar yoki so'zda noto'g'ri yozib qolish holatlari bo'ladi-da. Ya'ni bu yoqda o'quvchilarga tavsiya, imtihon yaqin bo'lgan o'quvchilarga mana shu masalan, tayyorgarlik jarayonida va mocklarda edit qilishni o'rganish kerak. Chunki mana shu eng katta pluslardan bittasi. Qo'shimcha qilib aytaman shunda, haqiqatan ham shunaqa. Chunki IELTS masalan mocklarda yoki darslarda o'quvchilar writinglarni tekshirsak, misol uchun belong degan so'zda oxiridagi harflar tushirib qoldiriladi-da, o'zi bilmagan holatlarda. Yoki howeverdan keyin virgul qo'yish o'tib ketadi. Bilardim ustoz deydi lekin. Shu balga qanchalik ta'sir qiladi? Bu endi o'ziga yarasha kamchiliklarga olib keladi. Misol uchun oddiy bitta virgulni qo'ymaslik deylik. Masalan, virgulda o'sha however bo'lgan joyda virgulni qo'ymaslik bu grammatik qoidalarga, punktuatsiyaga zarar. Va u ham o'ziga yarasha minusi bor. Bundan tashqari bir masalan, bu uncha qo'rqinchliroq bo'lmaydi, lekin xato baribir. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi, ba'zi joylardagi virgul matndagi o'sha essaydagi gapni o'zgartirib yuboradi, tushunishga ekzamen uchun qiyin bo'lib qoladi. Ya'ni gapni ma'nosi ega kesimi chiqmay qoladigan holatlar bo'ladi. Ayniqsa deylik, relative clause'lardagi virgullar bu juda murakkab errorlarga olib keladi. Lekin mana qarang ustoz, masalan, bitta xato qilamiz-ku, so'z tayyorlab ketamiz, lekin qolganlarda aynan shu so'zni foydalanib to'g'ri yozsak, aynan mana shuni xatosiga qaraladimi yo'qmi? Albatta. Masalan, bitta so'zda bir marta spelling xato qildik, boshqa joyda to'g'ri yozib ketdik. U o'sha yozganing spelling sifatida xato hisoblanadi. Chunki o'sha joyda baribir xato qilgansiz. Yana bir narsani qo'shimcha qilib aytish kerak. Misol uchun ko'pchilik o'ylaydi, bir dona virgulni tashib ketganim uchun balim 1 ballga kamaydi yoki yarim ball kamaydi. Unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Ya'ni xatolar jamlanib ma'lum bir umumiy. Valijon, endi qisqa qilib aytadigan bo'lsam, umuman uyalmasdan, tortinmasdan deydi-ku, nima deb o'ylaysan? Mana bu yoqda listening bo'ldi, reading bo'ldi, speaking bo'ldi, writing bo'ldi. Writing eng qiyin deb o'ylaysanmi? Men uchun ha, chunki erinchoqlik doim Speakingdan ham ko'ra, to'g'rimi? Speakingdan ham ko'ra past bo'lganda erinchoqlik ancha menda bor bo'lgan. Aynan writingga kelganda erinchoqlik tutgan. Chunki unda faqat yozish kerak, fikrlash kerak, ham qo'l charchaydi, ham miya charchaydi, ham ideya kelmay qolgandan keyin qandaydir fikr bo'lishlar bo'ladi, asabiylashlar bo'ladi. Shuning uchun writing ancha eng qiyin, keyin eng yoqmaydigan, qandaydir odam yozgisi kelmaydigan qism. Erinchoqlik deymizmi? Ko'pchilik haqiqatan ham o'quvchilar aytadi, writingga o'tiraman deydi. Yarim soatlar deydi o'tiraman, nima deb boshlaydi? Ya'ni boshlash qiyin har doim writingda. Bu narsa davom ettirish ham qiyin agar idea bo'lmasa. To'g'ri. Xo'p, demak mana writing bo'yicha gaplashdik. Demak, xatolar asosan tasdiqda, fikrlar bo'yicha bo'lgan, boshqa kamchiliklar ham deylik bo'lgan. Endi mana shuni umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, 4 ta skill bo'yicha listening 9 bu mukammal degani. Endi qolgan 3 ta skill bo'yicha savolim har bittasiga bir boshdan to'xtalib o'tasan. Agar sen deylik, hozir qaytadan imtihon topshirish imkoning bo'lganida, qaytadan imtihon topshirganingda reading bo'yicha tayyorgarligingni nimasini o'zgartirgan bo'larding? Qaysi xatoni qilmagan bo'larding yoki nima narsani qilgan bo'larding? Birinchi readingdan boshlaymiz. Readingdan boshlasak, Har bitta skill bo'yicha aytamiz. Demak, savol quyidagicha. Agar sen imtihonni qayta topshirish imkoni bo'lganda, ertaga yoki bugun, indin yoki bir oydan keyin tayyorlash, qayta topshirish imkoni bo'lganda, har bitta skill bo'yicha nima narsani boshqacha qilgan bo'larding, nima narsani qilmasding? Demak, birinchi readingdan boshlaymiz. Readingdan boshlasak, hammasiga e'tibor berib, hech qayerga shoshilmasdan e'tibor berishni eng birinchi shu va keyingilari ustozim aytganda, Ilhom aka aytganda, xato qilganlarimni bilib turib, o'shalarga ancha fokusimni qaratib, o'shani ustida ishlash, ayniqsa true false bilan matching headingsda. Chunki shu ikkovi tushgan testimda. Writingga keladigan bo'lsak, writingda menimcha shu ideyalarni ustida ishlash, yanada ideyalar ustida ishlab, advanced grammar bilan topic vocabni qanday oson qo'shish, qanday bemalol qo'shish, qanday o'shalar bilan oson ishlashni o'rgangan bo'lardim. Grammar range. Speakingda bo'lsa, menga yo 7,5 yo 8 kerak deb kirgan bo'lardim. Bo'laveradi, nima bo'lsa ham demagan bo'larding, Yaxshi. Assalomu alaykum. Mening ismim Ilhombek Safarmurodov va men Termiz shahridagi Winners Academy o'quv markazining asoschisi va rahbariman. IELTS ballim 8 va menda 8 yillik o'qitish tajribasi bor.
Surxondaryolik uka-singillarimizga ingliz tilini o'rganishlarida yordam berish va bu orqali ularning hayotini biroz bo'lsa-da yaxshilash maqsadida o'z blogimda foydali ma'lumotlar berishni boshladim. Quyidagi havola orqali blogimga a'zo bo'ling va foydali ma'lumotlarni kuzating, ingliz tilini oson va intizomli o'rganing. Endi shu narsa haqida aytadigan bo'lsak, masalan, IELTSdan 7 daraja bo'lish, ya'ni C1 holder deymiz-ku. Bu shunchaki narsa emas-da. Buni tagida qancha bedor turlar deymanmi. Umuman ancha-muncha mehnat yotadi. Endi bitta narsani hisobga olish kerak. Mana shu muvaffaqiyatda ya'ni oilani ahamiyati haqida gaplashsak, shunday natijang chiqdi. Xo'p, tashlaring menga. Men o'z reaksiyam haqida aytadigan bo'lsam, buni tasvirlab bera olmayman-ku. Oilangni qanaqa reaksiyasini ko'rding? Misol uchun menda to'g'ri onlayn bo'lgandir, sen ular ko'rib kuzatib turibsan. Qanaqa reaksiyalar? Reaksiya ancha zo'r bo'ldi. Chunki men o'zimda birinchi 7 dan olganimda qanaqadir boshida reaksiya bo'lmadi-da. Chunki 7 kutgandik-ku biz, bilardik, 7 chiqishini bilardik, ha. Bilaman, bo'ldi chiqdi. Uydagilarimga aytsam, voy zo'r kutib olish, chunki uydagilarim necha olsang ham, birinchi endi topshiryapsan, olsang bo'ldi. Keyinlariga asta-asta keyin agar o'zingga yoqmasa, boshidan topshirib harakat qilamiz derdilar. Lekin 7 chiqqanini eshitib hammasi voh, prям xursand bo'ldi. Ayniqsa, vaqt akam ayniqsa xursand bo'ldi-da, boshida menga bunday qarab nimaga 7,5 emas dedi. O'zi 0.5 yetmay qoldi. Shuni ko'rdilar, nimaga 7,5 emas, nimaga speaking bunday chiqdi bilmayman, u zo'r dedi. Ancha hamma xursand bo'ldi. Ayniqsa qarindoshlarim hammasi eshitib bo'lgandan keyin otam bilan onam ancha mendan faxrlandi. Chunki qanaqangidir faxrlanish hissini berish. Masalan, sen o'zing misol uchun uydagilar sendan faxrlanish hissini tuygan paytda nimalarni his qilding? O'sha paytda emotsiya bo'lgan. Chunki 7 olishimiz bilganmiz, uncha emotsiya bo'lmagan. Aynan otam bilan, onam men bilan faxrlangandan keyin ancha o'zimga ishonchim ham kuchaygan, keyin qandaydir zo'r umuman his qilib ko'rmagan emotsiyalar. Demak, shundan xulosa qilsak bo'ladi, muvaffaqiyatning eng shirin qismi mana shu. Ya'ni ota-ona farzanddan faxrlanish hissini ko'rishni, farzand ko'rish. To'g'rimi? Yaxshi. Xo'p, endi atrofdagilar o'zi imtihondan oldin, tayyorgarlik jarayonida, imtihon topshirishingdan oldin, deylik, sinfdoshlaring bo'lishi mumkin, oilang bo'lishi mumkin, qolgan do'stlaring, guruhdoshlaring, ustozlaring, umumiy oladigan bo'lsang, shu IELTS tayyorlanayotgan, ingliz tili o'qib yurganingni bilgan insonlarda seni mana shu yuqori ball 7+ olishingga bo'lgan ishonch qanday bo'ldi? Ya'ni shu ayniqsa oilangda yoki do'stlaringdagi guruhdoshlaring qanchalik ishondi seni 7+ olishingga? Ishonch har xil qildi. Chunki oilamda senga ishonamiz, sen olasan 7. Otam ham aytardi, 9 ham olasan, senga ishonamiz derdilar. Va IELTSda mana ustozim menga doim ishonardi, biz bilganmiz. Lekin aynan sinfdoshlarimning o'rtasida, do'stlarimning o'rtasida menga doim kelib aytardi, qachon topshirasan? Shuncha paytdan beri o'qiyapsan. Shuncha paytdan beri o'qiyapsan, nimaga topshirmayapsan? Uncha bosim bo'lmadi, chunki uncha e'tibor bermasdim men. Doim kelib so'rardi, 6,5 mi, 6 mi, Koreyaga ketasanmi, shunday deb so'rardi. Keyin listening necha chiqyapti, moqda 7 dan ko'tarilyaptimi, yo'qmi deb so'rardi doim. Iloji boricha ularga aytmaslikka harakat qilardim. Aynan nimadan keyin emotsiyasi ularda ham prям dahshat bo'lgan. Chunki birinchi nimadan keyin chiqqandan keyin birinchi qilgan ishim futbol o'ynash bo'lganda, chimga borib, zayin qilib hamma bolalar bilan o'ynagan paytim, o'sha paytda sinfdoshlarim, do'stlarim ham kelib, listening 9 chiqibdi, IELTSning 7 chiqibdi, qanday qilib men kutmagandim, ishonmagandim degan. Boshidan bilganman ular ishonmaganini. Boshidan bilganman. Yaxshi, молодец. Baribir ham qanaqangidir o'zingdan faxrlanish hissini o'zi aytgandek biz o'zi ishonardik-da boshida, yoraverishim bo'ladi baribir deb. Endi shu muvaffaqiyatga erishishda oilani o'rni haqida aytdik, ya'ni qisman aytdik. Bu haqida to'liq kirmoqchimiz. Oilani o'rni qanaqa bo'ldi? Misol uchun mana ayniqsa qizlarda bu narsa ko'p kuzatiladi, uydagilari ish, ya'ni sen ovqat qilishing kerak, ular yig'ishtirishing kerak, darsing keyin ham qilasan deydi yoki o'g'il bolalarda ham hovlini ishi yoki boshqa bir tashqi ishlar bo'lishi mumkin, har qanaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Shunday bir vaziyatda oilangning o'rni qanday bo'ldi? Oilamning o'rni juda katta bo'lgan. Bizda doim eng birinchi fokus o'qishga qaratiladi. O'qish bizga eng kerakli narsa. Doim hammamizga sharoit yaratib berilgan. Ayniqsa men IELTSga kirganimdan, tayyorlanishni boshlaganimdan menga doim sharoit yaratib berilib, o'qishing kerak, doim kutubxonalarga jo'natib, bo'sh qolsam ham o'qi. Ular ham motivatsiya berib, o'qi, sen o'qishing kerak deb doim sharoit yaratib bergan va ba'zida men o'zim ham bilaman, yordam kerakligi paytlarida doim har kunlik jadvalimda o'zgartirishlar kiritib, aynan shularga ham vaqt ajratishga harakat qilganman.
Ya'ni oila birinchi o'rinda o'qishing uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Ya'ni deylik, to'ymi, bazmmi, qanaqangidir vaziyatlar yoki sen borishing kerak bo'lgan joylar yoki qilishing kerak bo'lgan ishlar bo'lsa ham ularda ozod qilingan holatda avval o'qishingni ko'r deyishgan. Menimcha idealniy oila mana shunaqa bo'ladi. To'g'risi, da, bu idealniy oila. Demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, oilani o'rni katta. Nafaqat oilani, atrofdagilarni, endi oilani o'rni nimada bilinadi? Bolani birinchi navbatda qo'llab-quvvatlashda. Misol uchun, mana hozir bitta gapni aytdi, bolam birinchi topshirayotgan, necha olsang ol, keyingisida to'g'rida olasan degan gap bo'ldi. Mana ko'p o'quvchilarda kuzatamiz, ota-onalarda shunaqa ba'zi ota-onalarda muammo bor. Ikkita muammo bor. Birinchisi shoshiltirish. Ya'ni tezroq topshirishing kerak bo'ldi, ko'p o'qib ording, tezroq topshirishing kerak degan bolani shoshiltirish va bu bolaga juda katta bosim yuklayveradi-da, ya'ni o'zi keragidan ortiq bosim yuklayveradi. Ikkinchisi, endi ba'zi ota-onalarda shunaqa holat bo'ladi, o'sha IELTS ichiga kirmagan, mavzuni ichiga kirmagan ota-onalar boladan juda baland narsani kutib oladi. Ya'ni masalan, o'zimizda ota-onalarimizda ham bo'lardi, birinchi topshirgan paytlarimiz eng mukammal, eng oxirgi ball 9 bo'lsa, olish oson deb o'ylashadi, 9 olasan degan narsa. Masalan, ba'zi o'quvchilarda ham bor, misol uchun ota-onalar telefon qiladi, deylik bola IELTSga bir 6 oydan beri tayyorlanyapti, unga 6.5 yetadi. Ota-onasi bilan gaplashamiz, bolam 8 olamiz qilib degan savol beradi-da, ya'ni 8 da qanchalik katta ekanligini bilmaydi. Ya'ni mana shunaqa holatlarda menimcha to'g'ri tushunish, qo'llab-quvvatlash oilaning o'rni juda ham katta. Valjon, kel endi umuman tengdoshlar haqida gaplashaylik. Ya'ni o'zing bilan bir xil darajada deylik, sendan 1-2 yosh katta yoki kichik, umuman farqi yo'qmi? IELTS tayyorgarlik ko'ruvchilar uchun IELTS jarayonida tengdoshlaringga qanaqa maslahatlar bergan bo'larding aynan skill bo'yicha? Hamma skill bo'yicha eng birinchi maslahat birov bilan solishtirmaslik o'zini. Chunki juda katta pressureda ostiga qo'yadi, bosimda ostiga qo'yadi. Chunki aynan ular endi IELTS boshlagan bo'lsa ham 2 yil tayyorlanib yo 3 yil tayyorlanib yurgan 9 oladigan natija yo 8,5 olgan o'zini tengdoshi bo'lsa ham natijasiga qarab men ham olishim kerak yoki nimaga olmayapman, nimaga men emas deb o'shanda bosim bo'ladi. Aynan shu bosimni yo'qotishga harakat qilish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, barcha skilllarga o'z vaqtida hammasiga teng taqsimlab berish kerak vaqtni. Masalan, listeningda o'ziga kerakli bo'lgan barcha ustozlar bergan eng birinchisi ustozlar bergan narsani birinchi bajarish. Undan keyin esa o'zi yoqtirgan podkastlar yoki o'zining xatolarini ustida ishlash uchun boshqa materiallardan foydalanish kerak. Qolgan skilllarda ham xuddi shu narsalarni qilish kerak. Demak, shunda avval ustoz berilgan topshiriqlarni 100% bajarib, keyin vaqt qolsa qolganlarga. Shunda imtihonda eng asqotgan skill listening, to'g'rimi? Listening, chunki men aynan shu paytda men juda ekstravert bo'lganman, juda ochiq bo'lganman va aynan shu juda ekstravert bo'lgan paytim introvertga o'tishga harakat qilayotgan davrim bo'lgan aynan shu yil. Va shuning uchun men listeningga, odamlarni eshitishga ko'p urg'u berganman, e'tibor berganman gapirishdan ko'ra. Menimcha shu ham ancha rol o'ynagan. Aynan odamlarni birinchi gapirayotganda eshitib olib, nima deyapti, xulosa qilish kerak. O'zi mana shu anonda eslayman, agar eslasang vaqtda gapni muhokama qilgandek, insonlar bilan qanday muloqot qilishni o'rganishimiz kerak. Bu biz uchun skill, hayotiy skill. Endi mana shu boya bitta fikringga juda ham qo'shilaman. Juda xursand bo'ldim shu fikrni eshitib. Ya'ni aytding, o'sha tengdoshlarga ingliz tilini o'rganayotgan, IELTS topshirayotgan, o'qiyotgan bolalarga maslahat, o'zingizni hech kim bilan taqqoslamang degan fikrni aytding. Mana shu fikrni yana ham maydalaydigan bo'lsam, o'zim mana shu fikrni juda ham yaxshi ko'raman. Bu nafaqat ta'lim jarayonida, balki o'zimning shaxsiy hayotdagi o'zimning formulam, shaxsiy hayotimdagi deylik asosiy qoidam sifatida ham belgilab olganman, Mafton opam biladi. Ya'ni o'zi ingliz tiliga keladigan bo'lsa, hech qachon o'zingizni taqqoslamasligingiz kerak-da. Nima uchun? Mana shuni tushuntirishga qisqacha harakat qilaman. Hech qachon o'zingizni taqqoslamang, chunki siz o'zingizni taqqoslayotgan odamni qanaqa sharoitda, qanaqa yo'lda va qanchadan beri mana shu ishni qilib kelayotganligini bilmaysiz. Hattoki bir vaqtda siz kimdir bilan ingliz tilini o'rganishni boshlayapsiz, lekin o'shanda ham o'zingizni u bilan taqqoslashga haqqingiz yo'q. Nima uchun? Chunki agar sizda bir kunda 2 soat dars qilishga sharoitingiz bor bo'layotgan bo'lsa va siz shuni o'qilayotgan ekansiz, siz umuman dars qilmayotgan bolalardan oldindasiz. Siz o'zingizni taqqoslayotgan odamni bir kunda 6 soat dars qilishga vaqti bordir, u shuncha sizdan o'tib ketgandir. Ya'ni hech qachon o'zingizda birov bilan taqqoslamang. Bu nima uchun birov bilan taqqoslamasligingizni tavsiya qilgan bo'lardim? Bu o'zingiz qilayotgan progress, ya'ni o'zingiz qilayotgan yutuqdan rohatlanish hissini olib qo'yadi. Siz kimdir bilan o'zingizni taqqoslayapsiz, siz bilmaysiz uni bir kunda qancha vaqti bor, balki sizdan ko'ra ko'proq vaqt
ajratar. Balki uni oilasida sizdan ko'ra ko'proq bor deylik sharoitlar bordir. Siz uni bilmaysiz, lekin u bilan o'zingiz taqqoslasangiz, sizda o'zingizni qilayotgan yutuqingizdan rohatlanish tugab qoladi. Mana shu eng asosiy qoida bo'lishi kerak. Nafaqat ingliz tilini o'rganishda, balki hayotda ham. Endi boshqa bir asosiy winners secret, ya'ni sirlarga o'tamiz. Mana shu imtihon tayyorlanayotganda kerak bo'ladigan aynan Maftun opa ustozingdan olgan deylik sirli yoki bir ingliz tilida juicy deymiz, ya'ni bir o'zbek tilida aytganda bir go'shtli, haqiqatdan ham asqotgan, oldin bilmagan, ya'ni kimdir aytmagan, lekin aynan Maftun opangdan eshitgan va haqiqatdan ham yordam bergan go'shtli bir nimadir maslahatlar bo'ldimi? Shuni ham bizlarga bir aytib Ayniqsa bir oy yo 2 oy mobaynida readingdan mat bo'lsangiz, listeningdan mat bo'lsangiz juda yomon ko'rardim. Doim iloji boricha qochishga harakat qilardim. Keyin ustozim maslahat berdilar. Birinchi savolga e'tibor berib, savolni tushunib, mazmunni tushunib, matnni o'qib, keyin javoblar bilan ishla dedilar. O'sha ishlaganimdan keyin readingdan mat bo'lsangiz eng ko'pida bitta xato chiqardi doim. Shundan keyin mat bo'lsangizga qanaqadir juda ko'p e'tibor berardim, juda mazza qilib ishlaydigan savol turlarimning biri bo'lardi. Listeningda ham xuddi shunday doim ustoz aynan shu qirramni ochib bergan, matbuot qirramni. Keyin men har doim depressiyada bo'lsam, yo nimada bo'lsam, birinchi ustoz doim oldimga kelardi. O'tib ketardi. Sen uddalisan. Mana grammatikani shuncha yo'lda bosib o'tding, test qildik, sen o'tding. O'tibsanmi, demak senda nimadir bor, shuning uchun o'qiyapsan deb doim shunaqa motivatsiya berardilar. Shu o'rinda bitta narsani aytish kerak. Ko'pchilik o'quvchi bu narsani tushunmaydi. Avval savolni yaxshilab tushunib, keyin pastga o'tsang bo'ladi degan narsani asosan endi bu IELTS darajadagi o'quvchilar uchun tegishli. O'zi IELTSdan uzoqroq bo'lgan odam avval birinchi passaj tushunish kerak, keyin savolga o'tish kerak. Lekin IELTSdan o'sha darajasi yaxshi bo'lgan o'quvchilarda nima muammo bo'ladi? Savolni ochadi, qalamni oladi, faqat belgilab chiqadi so'zni. U savolni prosta o'qiydi. To'g'ri tushunmaydi. Mana shu muammo. Ko'pchilik savolni ko'rib, keyin pastga o'tish desa oddiy qabul qiladi, lekin savolni to'g'ri tushunish kerak. U nima demoqchi? Ko'p savol aytadi-ku, muallif nima demoqchi deydi, ABCD. Bu yoqda prosta o'qiydi, qaraydi, prosta o'qiydi, qaraydi. Unaqa emas. Savolni birinchi to'g'ri tushunib, keyin pastga o'tish menimcha eng ideal turlardan bittasi. Endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, masalan, imtihonda qanaqangidir kutilmagan holatlar bo'lib qoldimi? Masalan, kutilmagan holat deganda nima deyaptilar? Masalan, shunaqa holatlar bo'ladi, ba'zi imtihon o'tkazayotganda deylik, naushnik ishlamay qoladi yoki birinchi reading bo'lib, keyin listening bo'lib qoladi yoki bir writingda masalan qog'oz tugab qoladida kimdir olib kelishida vaqt ketib qolishi mumkin yoki speakingda zoom bo'ldi deding, qanaqa termin nosozlik bo'lishi mumkin yoki bir qandaydir kutilmagan boshqa bir holatlarda masalan shular yoki boshqa birlar bo'ldimi? Yo'q, imtihon silliq ketdi va faqat listening jarayonida boshida tashqarida konstruksiya ishlari bo'layotgan ekan, yo'lni to'g'rilashda o'sha ishda aynan nima payti, test payti jarayonida bo'lgani uchun biz boshida havoni aylantirish uchun oynani ochib qo'ygandik. Shuni deb biz listening uchun shovqin bo'ldi, ozgina kutishimizga to'g'ri keldi. Boshlashimizdan oldin uni to'g'rilab, nima qilib pastaga tushib gaplashib keldi. Iloji yo'q ekan, ishni davom ettirish kerak ekan va listeningimizni eshitishda davom etdik keyin biz. Shu sal lekin shunda ham to'xtab olishga erishgan. Ajoyib. Endi asosiy savollarning bittasi mana ko'p o'quvchilarda hozir shunaqa muammo bor. Ijtimoiy tarmoqlarda mana shortslar, reelslar bo'lgani uchun bo'lsa kerak, darslarda fokusni, darsda sabr, diqqatni ushlab o'tirish qiyin. Menda ham bilinyapti masalan. Senda ham bordi. Ba'zi o'quvchilar bor, darsda uzoq vaqt o'tirgisi kelmay qolgan. Ya'ni shuncha darsga kelmaydi yoki ko'p tashqariga chiqib kelishni so'raydi yoki fokusini boshqa narsaga xayol suradi. Senda mana shunaqa muammo bo'lganmi? Agar bo'lmagan bo'lsa, nima uchun? Ya'ni nima maslahat berasan? Agar bo'lgan bo'lsa, buni qanday yenging? Menimcha hammada bo'ladi bu muammo, chunki aynan social media chiqqandan keyin bu muammo juda katta bo'ldi, ayniqsa Instagram. Chunki Reelsda Instagram odamlarni faqat yaxshi tomonlarini ochib beradi va biz doim fokusimiz shu yaxshi tomonga bo'lib, o'zimizni ham compare qilamiz, ham o'zimizni depressiyaga solamiz, ham distraksiya bo'lib ketadi, ham notifikationlar kelaveradi. Men shuni yechish uchun iloji boricha izlandim. Nima qilsam bo'ladi, YouTube'da qidirib ko'rdim. YouTube'da juda ko'p nimalar berdi. Ustoz aytganidek diqqat kitobini o'qib chiqdim eng birinchi. Ancha foyda berdi va iloji boricha kuniga 30 minut hech narsasiz, faqat sayr. Telefonlar hamma narsa o'chirilgan, uyga tashlanib chiqqan, bir o'zim faqat sayr qildim. Menimcha o'sha eng katta foyda bergan narsa bo'ldi.
keyin yana shu o'rinda bitta narsa aytish kerak, shakar kamaytirish kerak. Miya mushaklar shakar so'ra boshlaydi, shakar kamaytirish kerak. Har doim men chunki o'quvchilarga aytaman, Fuschi, Colen nimadirlar, anaqa brendlar meni yomon ko'rib qolishi mumkin. No, bo'lsa men doim aytaman, shuni kamaytir, shuni o'rniga oddiy switch ancha konsentratsiyani yaxshi beradi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Valjon, masalan, endi ingliz tilini boshlayotgan yoki endi IELTSga kirib kelgan tengdoshlarga nima maslahat berasan? Hali endi absolyutno uncha-muncha xabari yo'q. Shoshilmanglar. Eng birinchi maslahatim. Chunki doim grammatikada bilanim, IELTS bilan birinchi savol ustoz 33 oyda grammatikani tugata olamanmi? Ustoz qachon IELTSga kiraman? Shoshilmaslik kerak. Hamma narsaning o'z vaqti bor. Eng muhimi boshlash kerak va boshlagandan keyin doim intizomda yoqsa yoqmasa doim iloji boricha o'sha narsani o'zi bajarishga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Demak, asosan shoshilmaslik kerak. Qachon olaman, 4 oyda, 2 oyda, 1 oyda tugataman degan tushuncha bo'lmaslik kerak. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, umuman ingliz tilini o'rganishda yoki bo'lmasam shaxs sifatida rivojlanish uchun qanaqa kitoblar o'qigansiz yoki shularni tavsiya bera olasiz? Men kitob o'qishga qiziqaman. Kitob o'qiyman. Yo'q. Shunday bo'ladi, chunki aynan dangasaligim tutib qolsa, mana hozir ayniqsa o'sha davr dangasaligim tutib qolgan, kitob o'qishim kerak. Bir haftalar kitob o'qimay yuribman-da. Bo'lib qoladi, lekin men o'qigan ikkita kitob ancha foyda bergan. Bu birinchisi o'zimni birovdan compare qilishimni to'xtatgan narsa, bu beparvorlikning nozik san'ati. O'sha kitob ancha qandaydir narsalarni taylab qo'yish, qolganlarning gapiga ancha qo'yish bo'ldi va keyingisi Good Lives, Good Vibes bo'lgan menda. Buni o'zbekchasini topish osonmi bilmayman. O'sha kitob ancha yordam bergan, chunki u kitobda muallif o'zining hayotida qanday qiyinchiliklarni yengib o'tgan va nima qilganlarini aytib bergan va o'shanda tushunib yetganmanki, qiyin sharoit bo'ladimi, oddiy sharoit bo'ladimi, hamma narsani uddalasa bo'ladi. Mana shu ikkita kitob shaxsiy rivojlanishda ham ahamiyatga ega bo'lgan. Xo'p, endi asosiy yana bitta savolim, endi bu mana ingliz tilini o'rganish jarayonida yoki IELTS o'rganish jarayonida, Kiel va IELTS guruhlarimizda 1,5 yil davomida o'qiding. Qiziqarli, yodda qoladigan qanaqa voqealar bo'ldi? Juda ko'p. Eng yodda qolgani, yomon kunlar har doim yodda qoladi. IELTSda endi boshlaganimda 1 oylik muhlat. O'sha yerda eng katta nima deydi, stressim o'sha yerda bo'lgan. Chunki endi ko'ryapman IELTSda materiallarni, pressure tushyapti, bosim tushyapti, qolganlar normal qilyapti, men qila olmayapman. Qancha harakat qilsam ham o'xshamayapti. Или o'sha pressureda bolalar bilan uncha kelishib ham keta olmayapman. Doim kelaman, mavzuni tushunaman, o'zimning narsalarimni qilib doim ketaman. Aynan muloqot bo'lmayapti, birlashib keta olmaganman. Keyin ustozim kelib, bolalarga ancha qo'shib, nima qilib, o'xshaydi, hali ancha bor, vaqt bor deb yordam berib, shundan keyin aynan o'shandan keyin beparvolik nozik san'atni o'qiganman. O'sha kitob ham ancha menga tashlab, yordam berib, nima qilishlariga ancha meni yengillashtirgan deb o'ylayman. Ajoyib. Xo'p, endi mana bu bo'limni tugatadigan bo'lsak, demak, mana shu juda yaxshi gaplar bo'ldi va eng asosiysi menga yoqqani, boyam aytib o'tdim, o'zingizni hech qachon hech kim bilan taqqoslamang va ikkita kitobda aytib o'tdi. Birinchisi Good Vibes, Good Lives, ikkinchisi qaysi kitob edi? Beparvolikning nozik san'ati. Mana shu kitoblarni o'qishingizni tavsiya qilamiz. Demak, podkastimizda oxirgi xulosalar haqida aytadigan bo'lsak, mana asosiy oxirgi 1,5-2 yil balki 2,5 yildan ortiq bo'lgan muddat ingliz tili bilan o'tdi. Noldan boshlab shu nuqtaga keladigancha. Mana o'sha hozir ingliz tili tugadi. Endi nima? Ya'ni bundan keyin mana shu 7 bilan nima qilmoqchisan? Endi nima savoli? Ingliz tilini boshlashimdan oldin boshlangan. Meni eng katta qiynab kelgan, chunki ingliz tilini birinchi boshlaganimda endi nima? Bo'lding, endi nima? O'sha ancha nima deydi, image qilib, nima bo'lishlarini qilganman. Endi iloji boricha qolgan fokuslarimni chet elga topshirishlarga, imtihonlarga topshirib, nima qilishlariga qarataman va hozirda o'zimda self confidence uchun ham mental, ham fizikal tomonlama o'zimni rivojlantirmoqchiman va o'z ustimda ishlamoqchiman. Shuningdek, qolgan skilllarimga ancha e'tibor berganman hozirda. Chunki skill hozir eng kerakli vaqt, chunki meni miyam eng zo'r qabul qiladigan vaqt deb o'ylayman va iloji boricha
o'zimga bo'lgan foydali bo'lgan skilllarni o'rgansam, chet elda ham ancha o'zimni yo'limni bemalol topib keta olaman. Shu o'rinda qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Men o'qituvchi sifatida, ya'ni muallim ustoz sifatida, opa sifatida grammatikani hali endi birinchi boshlagan paytida o'zim men asosan birinchi gruppada, ya'ni kelgan o'quvchilar bilan birinchi darsdan kelishib olaman. Sizga nima uchun kerak? Nima qilmoqchisiz? Xo'p, bo'ldi, keyin nima qilasiz? Xo'p, nima uchun o'zi sizga kerak mana shu yoqda kelishingiz uchun, 2 soat vaqt sarflash uchun deb hattasini so'radim. Eslayman, Vali ham konkretniy javob bergan o'sha vaqtida. Keyin aytgandim, bekorga vaqt o'tkazmas bu deb aytardim. Haqiqatan ham o'sha vaqtda o'zidan konkretniy javob beradi. Ustoz menga shu uchun kerak, bunday qilaman, aniq qilaman, bunday qilaman deb. Pirega o'tgan vaqtida ham xuddi shunaqa edi. IELTSda ham, IELTSni yakunlash vaqtida ham endi nima qilasan degan vaqtimda ani eslolami yo'qmi deb aniq qilsam, yo'q, konkretniy aytardi. Ya'ni men xursand bo'laman agar har bitta o'quvchi, ya'ni har bitta endi ingliz tilini umuman har qanaqa fan bo'lishidan qat'iy nazar o'zi nima qilayotganini bilsa, ya'ni nima xohlashini o'zi kutsa, ya'ni bilsa, aniq konkretni bilsa, natijaga erishish qiyin bo'lmaydi. Valiga o'xshab winner bo'lish muammo bo'lmaydi. Xo'p, endi savol mana. IELTS imtihonidan yoki natija sertifikatini olishdan oldingi hayot va sertifikat natijasi chiqqandan keyingi hayot qanday bo'ladi? Juda katta, chunki aynan IELTS jarayonida menda juda ko'p habitlarni uyg'otgan, majburlagan. Chunki aynan hozir ham dars qilishga iloji boricha vaqt sarflayman. Aniq vaqtimni qanday taqsimlashni bilaman. Va aynan IELTS olganimdan keyin ancha yengillashdi hamma narsa. Chunki bitta olish kerak, qilinishi kerak bo'lgan narsa bajarildi va undan keyin ancha bo'sh vaqt bo'ldi va endi boya aytib o'tganimdek, hamma o'zim xohlagan narsalarga asta-asta vaqt ajratishni boshladim. Hop, mana shu yerda bitta yana savol bermoqchiman. Mana hozir odatlar deb aytib o'tding. Sanab bera olasanmi? Masalan, qanaqa odatlar shakllandi? Aynan. Birinchidan, ingliz tilini boshlashimdan oldin yo grammar vaqtida menda dars qilishni boshlash eng qiyini bo'lgan. Davom ettirish muammo bo'lmagan, chunki davom ettirgan ishimni Har doim boshlash qiyin. boshlash qiyin bo'lgan va ingliz tili ishni boshlashni o'rgatib bergan va ikkinchisi bu ertalab turish. Shunday, chunki ingliz tilida vokalarni ertalab yodlash eng foydalisi. Shuning uchun iloji boricha mana 6 yo eng uzog'i 7 da turishga ancha katta foyda bergan. Va hozir ham shu habitlar ushlanib qolingan. Va shundan xursandman, ancha xursandman. Endiga keyingi savol bermoqchiman. O'zi umuman IELTS shaxsiy hayotda qanaqa yordam berdi? Qanaqa yordam beradi deb. Yoki qanaqa mana skilllarni uyg'otdi? Misol uchun aytadigan bo'lsak, bo'lishi mumkin. IELTS o'qigan odam, o'sha ingliz tilini o'qigan odamda Google da ma'lumot izlash ancha oson bo'ladi. Mana shu Inglizchada bemalol juda ko'p ma'lumotlar bor. Masalan, shunga o'xshash yoki shudir yoki yana qanaqa holatlar bor? Texnologiyani o'rganib boshlash. Informatsiyani juda katta manbaida informatsiya olishni boshladim. Chunki YouTube'da eng katta informatsiyaning joyida hamma narsa pashti inglizcha. Eng kerakli narsalar inglizcha va aynan kurslarni, kerakli bo'lgan kurslarni bepulga ham o'rganib olib, inglizlarda nima qilsam bo'ladi. Keyin inglizchada ham qanaydir o'zimni ochib berishim osonlashdi. Nimalar bo'layotganini tushunishim osonlashdi va culture, religion shularni ancha farqini ajratib, nima kerak, nima yaxshilarni inglizchada ancha farqlay boshladim. Ajoyib. Demak, masalan, xulosa qiladigan bo'lsak, ayta olamizki, IELTS va ingliz tili nafaqat boyagi imtihon uchun, keyingi holat uchun, kariyer uchun, balki hayotda ham skilllar bo'yicha, o'ziga tegishli bo'lgan odatlarni uyg'otish bo'yicha ham juda katta yordam beradi. 100%. Valjon, mana podkastimiz yakunlanish arafasida nima deb o'ylaysan? Yana qanaqangi savollarga javob berging kelgandi yoki yana nimalar demoqchisan yoki biz bermagan yoki o'zingda saqlanib turgan, umuman tengdoshlaringami yoki bo'lmasam o'rganuvchilarga yoki tomoshabinlarga nimalar aytmoqchisan? Savollar, hamma savol men kutgan savollar berildi, lekin bir ikkita qoldi. Aynan chuqur kirib bormaganmiz. Aynan qurbonlik, nimani qurbon qilding? Chunki menda juda kam bo'lgan, masalan, o'yinlar kam bo'lgan, qolganlarga qiyin bo'lishi mumkin qurbonlik qilish. Boshida o'rganib olmasliklari mumkin, chunki menda eng katta qurbonlik futbol bo'lgan. Futbolda deb ingliz tilini boshida yomon ham ko'rganman, nima ham qilganman. Aynan shu holat, lekin
aynan 1 oy yo 2 oy sabr qilsalaring, chidasalaring, qo'llaringdan keladi, qanaqadir yoqishni boshlaydi va mana hozir bemalol men o'zim xohlagan ishni qila olaman. Erkinman, hech kim gapirmaydi, unaqa, bunaqa demaydi. Xohlagancha o'ynasam bo'ladi. Sizlar ham Lekin o'zi xohlamay qolyapsan. xohlamay qolish emas, ishtiyoq bor, bemalol o'ynasa bo'ladi. Erkinman. Qolganlarni bemalol erkin o'ynay oladi va keyingisi Instagramdagi reelslarga ishonmaylar. Eng katta narsa. Chunki Instagram insonni hayotga bo'lgan qiziqishini o'ldiradi ham oshiradi ham. Chunki Instagram doim odamlarni yaxshi tomonini ochib beradi. Va baxtli bo'lish o'ziga qanaqadir materiallarni baxt sifatida qo'yadi odam. Qo'yishni boshlaydi. Masalan, men BMW olsam, materialistik ruh, BMW olsam yo IELTS olsam yo qayergadir chet elga ketsam, sayohat qilsam. Hozir 4 munchamiz sog', yashayapmiz, ertalab turyapmiz, bemalol uxlayapmiz, hech qanday g'am yo'q. Mana shuni o'zi baxt. Shukur Deb qilish. aytaman, shuni shukur qilishni boshlash kerak. Keyin listeningga to'xtalmadiguncha men eng yoqtirgan part 9. Eng maqtansam bo'ladigan part. Eng maqtansam bo'ladigan part shuning uchun ko'proq to'xtalishni istayman. 9 olish qiyin, hammalar bilan. Hamma biladi, listening eng oson. Qolgan skilllar ichida eng oson, lekin shuni ham eng qiyini. Unday nazar pisand sifatida qaramanglar. Agar nazar pisand sifatida qarasalaring, savollar o'tib ketib qolishni boshlaydi. Bilaman deb bilmagan savollaringizni ham o'sha xato qilishni boshlaysiz. Bilgan savollar ham o'sha weakka zaiflashib boradi. Ya'ni listeningda ham to'g'ri, listening boshqa skilllarga qaraganda osonroq bo'lganda ham baribir uni tagida mehnat yotadi. Shuning uchun unday oson ekan deb nazar pisand qilmanglar. 9 ga erishmoqchi bo'lsalaring, qattiqroq mehnat qilish kerak. Demak, listening skilllar bo'yicha eng osoni bo'lishidan qat'iy nazar, baribir juda ham kuchli mehnat talab qiladi va beparvolik qilmaslik kerak. Xo'p, demak, bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, qadrli kuzatuvchilar uchun foydali, kerakli, go'shtli ma'lumotlarni berdik. Bu uchun shogirdimiz haqiqiy winner Valijonga rahmatlar aytamiz. Demak, endi mana shu podkastni ko'rib, izohlarda o'zingizni fikringizni bering va eng yaxshi izoh yozgan, mana shu videoni ko'rib, mana shu videodan o'zini insightlarini, ya'ni podkastimiz nomi Winners Insight va eng yaxshi insight olganlaringizni yozing va olgan kimni bizga bo'lgan yozgan insightlari bizga ma'qul bo'lsa, eng yaxshi insight yozgan 3 kishiga biz o'zimizni boya podkastda Valijon tavsiya qilgan diqqat kitobini sovg'a qilamiz. O'zingizni mana shu podkastdan olgan kerakli, foydali ma'lumotlarni insight sifatida kommentlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Winners Academy'da ko'rishguncha. Winners Academy. Everyone can be a winner.